Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik dünyanın her kaysi joylaridagi Fidoyilar ekranidagi hurmatli ko'rmanlari hammalarga mushu vaqti va bundan keyingi vaqti inshaalloh ikki dunyoligi xayrli ko'p ketsin. Bugun biz yana shu Qur'ondan nazar programmamizningki 52 soni. 52 sonni yomon obdan tutib olinglar. Bir yilda 52 hafta bor. Elhamdülillah bizning bir yildan oshdi, lekin 52 haftasiga keldik, Xudoga shukr. 52 songa. Qani, ustoz, men Istanbuldan Abdulaziz Beshto'g'roq, ekrandagi ustozimiz Kerem Zohir apandi, o Angliyadan, ya'ni Londondan turib biz bilan suhbatda. Nimaninki orqasida, sahnada bizni sahnani hozirlab bergan qarindishimiz Ahmet Pidoi Qashqari. Hammalar yaxshi tudinglarmi? Obdan tudinglarmi? Allohga shukr, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi. Obdan qo'pdilmi ajan? Qanday turiblar? Xo'janda ko'rishganda ko'rshatamizlar, ha? Xayr. Turdik bilan. Shu endi bir haftaning yanğısı ajoyib gap so'zlar bo'lib ketdi. Endi bunday gaplarning bo'lishini biz bildik zaten. Yine shunday bo'lsa-ma, mayli Pidoi qarindishimiz bo'lsin, mayli Kerem Zohir apandim bo'lsin, meydimizni, kökskimizni kirib meydanga chiqdik. Çünkü taşlar hamon etildi. Ammo biz shu taşlar bilan o'zimizga pashta qilsab, inshaalloh haqiqatning cho'qqisiga chiqimiz. Haqiqatni tashlandiq bo'lib qolgan payg'ambar alayhissalom, Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi vasallam qiyomatda Allohga birdan bir shikoyat qildigan o'zining ummatidan mening ummatim Qur'onni tashlandi qilib qo'ydi deydigan shu Qur'onga da'vat qilishni biz bilimizda bog'lab chiqqan edik. Az yollarni basmadık, bir yıl deganmi, xeyli uzun bir vaqt. 52 songa kelibmiz. Xo'sh keldinglar ustozlar. Qanday ahvollar, yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Endi oldingi sondami Qur'on to'g'riliq, hadis to'g'riliq so'zlanib o'tdi. Bugun atoyidan shu bek talash tortishga sabab bo'layotgan Qur'on va hadis zodi farqi nima buniki? Buning ikkilisi vahiymi? Bular deganga o'xshash, bu Qur'onmi, hadisga o'xshash to'planib shunda parcha bo'lib ketibdi. Keyin endi bo'lganmi yoki bu Qur'on shunga o'xshash to'plangan bo'lsa, buningmi bir sahihi yoki bo'lmasa nimalari bormi yo'qmi degandek shu temada biroz to'xtalsak qanday bo'lar o'zlaricha. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar. Hammanglarning o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Shu hadis to'g'riliq hali uzun bo'ldi to'xtalayotqili. Ham bu hadisni bizalqi har bir millatning ichida bundaq narsalar bo'ldi. Misol hadis deganni, ya'ni rivoyat degan so'zning o'zi roman degan ma'noni bildirdi. Bizning tilimizda yoki bo'lmaydi, rivoyat deb ataydi zot bizning rivoyat degan gaplar bor. Har millatniki romanlari, rivoyatlari, cho'chaklari degandek shunday narsalar mavjud. Buni to'planishimi ham bir tarafdan aytgan vaqtda tabiiy. Masalan, Uyg'ur xalq cho'chaklari degan narsalar bor. Masalan, Uyg'urlarning romanlari bor. Uyg'ur xalq maqol tamsillar degan narsalar bor. Bu bir millatniki til boyligi va kaza har xil sohadagi urf-odatlarga munosabatlik, madaniyatiga munosabatlik har xil sohadagi narsalarni o'z ichiga oladigan bo'lg'achqa, uni shu millatda to'playdigan odamlar chiqibdi. Endi bu rivoyat hadislarnimi arablar to'plamagan bo'lsa-mu, lekin arab bo'lmagan boshqa millat uni to'plab shu arab xalq cho'chaklari, arab xalq rivoyatlari qatorida shunday o'zi to'plagan bir narsalar bu. Endi buniki bugungi bu to'xtalgan mavzu
Qur'on bilan hadisniki to'planishdagi farqi nima degan mavzuga to'xtalamiz. Burun tortib biz Qur'on bilan hadisniki din bo'lamdi bo'lmamdi, din zot nima degan mavzuga to'xtalgandik. Hamda to'planishdagi farqini nima qilamiz? Nima uchun degan vaqtida bizniki hurmatli Sharqiy Turkiston Ulamolar birligidagi olim qarindoshlarimiz yozgan narsalardimi bu Qur'onmi rivoyat yo'llari bilan kelgan degan to'g'riliq mana shunday narsalarni yozibdi. Uni shu hozirgi vaqtida bizni hadis inkorchilari deb bir at qo'ydi, onun yo'g'a atlari bor. Onu biz kapıp mı ketmeyimiz zaten. Şunu biz bu yerde toplanış, yani Kur'an'ın toplanış jarayonlari ve hadisdeki toplanış jarayonlari hakkında biraz buniki arasındaki farqning o'zini o'tirib qo'yamiz. Ovoz ketib qoldi-ku. Ben ücretimi. Başka bir yerini kapattım. Birinchi Qur'oni Karim Payg'ambar alayhissalomning zamonida ratlab hozir holga keltirilgan. Chunki bu haqda Qur'oni Karimda ikki oyat bor. Bir yerdagi oyat varattalnahu tartila degan bir oyat bor. İkinchisi degan vaqtda varattilil Qur'oni tartila degan mush ikki oyat bor endi. Birisi Muzammil surasida, yana birisi o'zi boshqa bir surada, o'sha yerda nima qilgandim buni. Varattalnahu tartila degan so'zning o'zi, ya'ni mana bu sura Furqondagi 32-oyat ekan. Estaizu billah ve qâlellezîne keferû levlâ unzile aleyhil Kur'anu cümleten vahide kedâlike linusebbite bihi fuadek ve rettelnâhu tertila degan muş ayetning o'zi. Kafirlar bu Kur'an demiş qamisi biraqlikin tushmadi. Payg'ambarga yana Muhammadga demiş qamis biraqli tushmadi degan vaqtida Alloh taolo uningga javob berib, biz uni sizning qalbingga yerlashtirish aşındaq öz asla düşürüş arqılıq biz onu yerləşdirdik. Varattalnahu tartila ve onun özünü biz rətlab çıxdıq degan özü nemamdı. Rətlab çıxımız degan ma'nodagi oyat bu. Biz mushundaq rətlab çıxımız degan ma'nodagi oyat. Hem Alloh taolo Qur'onni rətligan vaqtida, qandaq rətligan degan vaqtida ikkinchi nemada Muzammil surasining o'zida ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila Evzid aleyhi ve rettilil Kur'an'ı tertila inna senulqi aleyke kavlen sakila degan muş ayetinin özüde keçinin bir kısmı turup Kur'an-ı Kerim'ni retleş hakkında Peygamber aleyhisselam'a buyruk bergenligi bu yerde bayan kılındı. Yani tarihi kitapıldı mı Peygamber aleyhisselam vefat olgan vaqtida Kur'an-ı Kerim'ni yani retlengen haletteki muş hazır Kur'an-ı Kerim'nin özüne şu ayali Hepsi raziyallahu anhaga o'zi amanet qo'yganligi, ashini saqlashga amanet qo'yganligi, keyin Abu Bakr, Umar raziyallahu anhular o'zi ikkisi xalifa bo'lgan zamonlarda ikkisi nima shu hepsidan uni chiqib ishlatganligi va ashuni ko'chirib dunyoning haqqas joylariga taqatganlik bayonlari bor. Ham buni xunuklashtirish maqsadida bir kısım rivayetler uyduruqluq keyingi vaqtida o qandaq degan vaqtida Peygamber aleyhisselamın zamanında o taşqa, söngakka, yağaşqa, yopunmaqlığa, teriliga, uşaq-tuşaq narsalarga yezib tashlab qo'yilgan. Ki Peygamber aleyhisselam vafot bo'lgandan keyinla davlatga qarshi chiqqan bir turkum insonlar o'tirib chiqqandagi u yer urush bo'lib bir qism şu Kur'an yaxshi bildigan yoki yadagan insonlar o'ltirilgandan keyin Umar raziyallohu anhuniki nemisida haydaqchiligida shuni bilan Abu Bakr uni ma'qul kelib
Qur'oni Kerimni shu yerda ratlagan degan mo'shundoq bir rivoyat bor. Bu rivoyat bu Qur'oni Kerimdagi ma oyatga tamoman o'zi zid keldi. Agar biz rivoyatga ishonsak, u endi payg'ambar alayhisolamdan keyin ratlagan deganga ishonsak bo'ldi. Ammo Qur'oni Kerimda biz uni ratladik. Payg'ambarga ratlab chiqish vazifasining o'zini uning berdik. Yani payg'ambarga biz ratlab chiqish vazifasini berish orqali biz uni payg'ambarga ratlagizib o'tirib chiqardik degan mandaq ma'noda endi bu. Unda bo'lgandan keyin biz u vaqtda qonunga ishonamiz degan vaqtda biz albatta Qur'oni Kerimga ishonamiz. Qur'oni Kerimga ishongan vaqtda Qur'oni Kerim payg'ambar alayhisolamning zamonasida tamoman ratlanib bo'lgan. Hattoki payg'ambar alayhisolam vafot bo'lishdan 6 oy atrofida burun Qur'oni Kerimdagi tushishi tamoman o'zi to'xtagan. Masalan, al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina degan oyat tushib 6 oy atrofida vahiy tushishi tamoman to'xtagan. Payg'ambar alayhisolamning shu vaqtda yana tamoman o'zi 6 oy degan uzun bir vaqti bo'lgan. Demakki, payg'ambar alayhisolam bir tarafdan uning o'zini insonlarga yetkazsa, ikkinchi bir tarafdan uni ratlab bir kitob holatiga akirib tayyor qilib turgan. Ya'ni shu Alloh taoloniki yetakchiligi ostida qas oyatni qayoqqa qo'yish. O oyat poch-poch anaqa bir so'ri bir xil tushmagandan keyin, ammo o'sha so'rilar bir xil tushgan taqdirda, misol so'r Baqarga o'xshash, so'r Ali Imronga o'xshash mundaqasi bir par, ikki par keldigan, undan oshirgan mundaq cho'ng so'rlarning o'zi bir qancha qatim tushgan bo'lgandan keyin Alloh taolo uni qasi oyatni, qasi so'rni qayriq qo'yish haqidan tortib hamma narsa Alloh taoloning yetakchiligi ostida bo'lgan ham payg'ambar alayhisalom Allohniki ratlab chiqish buyrug'i asosan bu Qur'oni Kerimni ratlab chiqqan. Ya'ni bu yerdagi bu oyatga asoslangan vaqtida. Ham hozirgi dunyodagi musulmonlarning mutlaq ko'pchiligi diniy olimlarning mutlaq ko'pchiligi nima deydi desa, payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakrning zamonida nima ratlangan. Nimishqa payg'ambar alayhisalomning zamonida qog'oz yo'qdi. U payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan 6 oydan keyin u qog'oz yoqqandek. Osmondan bir qog'oz yig'ib ketib, hamda shu Qur'onni yozgidek bir qog'oz shu yerga paydo bo'lib ketgandek 6 oydan keyin uning oldi qog'oz yo'qdek mandaq bir so'zlar bor. Bu tamamen mantiqsiz hem ameliyatga uygun kelmaydigan bir so'zlar. Nima uchun degan vaqtda hattoki İskender Zulqarnaynning o'zi Misrni besib olgan vaqtida milodiydan o'zi milodiy 333-yillari 336 atroflarida 336 atroflaridagi bo'lgan voqealik shu vaqtning o'zida shu Misrni besib olgan vaqtida hozir Iskandariya deydi. Aleksandriya deydi ma o inglizcada nimada Iskandariya deydi. Iskandariya degan yerga bir cho'ng kitobxona solgan Misrliklar qo'shib ketib, Iskandarniki o'zi Rimliklardan uning o'zini qutqizib qo'yganlikqa qo'shilib kitobxona solgan. O kitobda yuzlarcha hattoki minglarcha parcha kitoblar aşağıda shu kitobxonaning o'zida bo'lgan. Demakki, payg'ambar alayhisolamdan asrlar burun dünyada kitapxona sağıdak, kitapxona kurup, şu kitapның özün sağıdak, minglarcha parcha kitapni sağıdak holatdagi bir qog'oz bo'lgan yani. Yani bizning tariximizni misolga olsakmi, Uyg'ur urug' xalqining zamonasida 646-yillardan boshlab, misol matbaa, hozir shu nimani aqtursak, chiqadi bizniki ko'ni matbaaning shakllari. Matbaa naskarahni ijod qilib, qog'ozni ijod qilib, shu yerda kitob besib, kitobxonning o'zini ochganligi, shu Uyg'ur urug' xalqining markaziga shundaq bir o'zi narsalar, shundaq bir tarixiy nimalar bor endi. Demakki, nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom zamonasida hozirga o'xshash do'konga kirsaklar qanchalik qog'oz setib olsak, tonnalab qog'oz setib olsak ham bo'ladigan bir zamon bo'lmasimi? Ammo bir kitob yoki bir 2-3 parcha kitob ya 10-20 parcha kitob yozgidek bir qog'ozning o'zini izlasa, bir qancha o'z bozorning o'zini topqiligidek darajadagi qog'oz mavjud degan gap. Ya'ni hech bir zaman bir Qur'onchilik, ya'ni Qur'on degan bir kichik bir kitob, bu Qur'ondek bir kichik bir kitobning o'zini
yozg'idek bir narsa topqil bo'lmaydigan bir zamon emas endi. Mana aytgan vaqtida. Payg'ambar alayhisalom u yerga bu yerga misol shu a davlatga, ma davlatga maktub yozgan vaqtida shu qog'ozga yozib, evatgan shu vaqtning o'zida. Demakki, u yer bu yer nima elchilarni bir narsa evatishga qog'oz tepib yozibdi, ammo Allohniki tushirgan vahiysini yozishga qog'oz topolmabdi deganning o'zi bu tamoman mantiqsiz bir hikoya. Bu nimani bildirib desa, keyingi yozilgan rivoyatlar bilan Qur'oni Karimdagi yozilish jarayonlarini o'xshash ko'rsatish uchun, bir yo'lda kelganlik qilib ko'rsatish uchun ko'rsatgan bir tirishchanlikniki bir parchasi. Qog'oz haqidagi narsa bu. Ikkinchisi Qur'oni Karim hadislar mutawatir yo'l bilan kelgan deb Qur'onnimi shu hadisiga o'xshash mutawatir yo'l bilan kelgan deyish orqali hadisninki Qur'on bilan o'xshash ekanligini, ya'ni vahiy deb turib olish uchun bir nima chiqirdi bu yerda shu yonpashqa post chiqirdi shu. Shuning bilan o'zlaricha o'zi aytgan yolg'onga o'zlari ishonib bunday bo'lgan gapda. İkincisi Peygamber Aleyhisselam nima? Qur'oni Karim Peygamber Aleyhisselam'niki ağızdan çıkan hemen yazıp kaldırılgan. Aralıkta hiç qandaq bir özü ravi yok. Mesela Sure Fatiha deymiz, Sure Bekara deymiz. Aş surelerini rivayet kılan bir atal ravi yok aralıkta. Hiç qandaq ravi yok yani. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a vahiy kılan, vahiy kılandakiler derhal Peygamber Aleyhisselam katip tutup ya katip tutmagan takdirde özü yazıp özü şu yerde derhal özü onu yazıp kaldırgan. Onun için o hiç qandaq aralıkta su kirmaydigan derecedeki bir özü neymendi. Qur'oni Karim bilen Qur'oni Karimdeki yazılış jarayonlari hiç qandaq aralıkta su kirmaydigan derecedeki bir nima deymiz endi? Maxsus vahiy katiblar var deb anlagandim. 40 tek vahiy katibsi bor deb. Aşına 40 hatta onundan artıq 50'ye yakın deydi bəzən aşındaq özü vahiy katibi var. Demek ki Peygamber Aleyhisselam davamlıq ətrafında 4-5 tane xat yaza alaydigan insanların özünü yenide birge ep manğallığı her qandaq yer mağsa bir cemaat op manğa vaqtida yenide qandaq olmasın zade yaxşı bir xat yaza alaydigan insanlarniki birge manğallığı təsvirləndi degan gap. Şoň näge bolsa ağızdan bir narsa chiqqandik ma vahiy degandiki mana yazing degandiki darhol ayda katiblar yazib tayyor qildigan gap. Demek ki o halqi hech bir zaman onu yoki bir soatdagi yazib atay yoki olmaydi yarım soatlik ya at yazib qo'yay degan mundaq bir narsa bo'lmagan. Darhol shu vahiy tushgan hamon Payg'ambar alayhissalom uning o'zini darhol katiblarga yozdirib shu yerda o'zi not olgan. Hem de rivayet hadisleri kelsak degan vaqtda rivayet hadisleri Peygamber Aleyhisselam'ın vafotidan birinchi qatim yozildi degani hamda. Yozildi degan rivayet hadisleri yani Sahih Buxoriy 250 yil keyin yozilgan. 250 yil keyin Peygamber Aleyhisselam masalan Qur'oni Karim tushgan vaqtida bir vahiy tushgan vaqtida Peygamber Aleyhisselamga ma vahiy hozir tushdi 5 minutdaki yazay demasdan derhal şu yer Allah Teala'nın varattilil Qur'oni tartila degan buyruq asosan bunu derhal o'zi yezib şu yer qaldırgan. Ama bu Peygamber Aleyhisselam qilganmish, etganmish, degan bu gapning o'zicha degan vaqtida bu o'zi Peygamber Aleyhisselam'dan 250 yil keyin yezilganligi rivoyat qilindi. Sahih Buxoriy'niki. Hem bu Sahih Buxoriy'niki özü kelsak, Sahih Buxoriy olsun, Sahih Muslim, Abu Davud, Nesai, İbn Majah, Tirmizi olsun. Bu şu sahihte hazırki nima Musnad Ahmed deymiz, Muvatta deymiz, şu hazır sahihte degan narsa var. Bu kitobdagi hammasi degan vaqtda yezilib bo'lgandan keyin, ya'ni yezilib ratlangan, ya'ni Imom Buxoriy yozgan, Imom Muslim yozgan, original nusxasining o'ziniki hozirgi dunyoda hech qanday bir talimi yo'q. Misal hiçbir Sahih Buxoriy'niki bir tal varığı mevcut emas hozirgi vaqtida. İmam Buxoriy öz yazgan, öz qo'li bilan yazgan
Sahih Buxoriyninki original nusxasiniki bir tal varig'iga chog'liq bir narsa dunyoda mavjud emas. Hattoki Imom Buxoriydan Imom Buxoriyning shu yozgan kitobidan ko'chirib yozilgan piri nusxasi deydigan shundoq bir nusxalar keyingi vaqtda nima qilganki shuning gapi bor. Lekin shu Imom Buxoriyniki shu birinchi qo'lyozmasidan ko'chirib yozilgan nusxalarmi dunyoda mavjud emas hozirgi vaqtda. Ya'ni bu qadar nimada ammo bu kitob qachon o'tirib chiqqan degan vaqtda 1300-yillar atrofida o'tirib chiqqandi. Imom Buxoriy Sahih Buxoriyning o'zi yozilgan vaqti 800 qanchinchi yili yozildi degan bo'lsa-mu, o Kirist so'zining o'zida, lekin musulmonlar bilan yuz ko'rishgan vaqtcha degan vaqtida 1300-yili undan keyin o musulmonlar bilan yuz ko'rishgan. Ya'ni oraliqda nima bor degan vaqtda neri 5-600 yil vaqti bor. O Sahih Muslim shundaq Abu Davud hamma kitobning o'zi zaten Musnad Ahmadning o'zi 1700-yili misol insonlar bilan, ya'ni musulmonlar bilan yuz ko'rishganligi yoziladi. Ya'ni shundaq bir kitoblar hamda bu. O to'g'riliq. Hatto meniki dağınıq bir şu İslam bilim tarixini tədqiq qilgan bir adam bor. O adam tugab ketdi. Aşidamninki doktorluq maqolasi, doktorluq nimasimi shu ekan? Sahih Buxoriyninki manbasi debchi. Asli nusxasi aşidamma doktorluq maqolasi yozilib, asli nusxasini qo'lga tushirilmaylikchi. Yo'q deganichi. Yo'q. Bu asli nusxadan ko'chirilgan ikkinchi kopiyasimi insonlarning qo'lida yo'q. Hattoki uchinchi kopiyasini gapini qildi, uchinchi kopiyasining hatto bir tal varaqmi yo'q hozirga qadar. Eng oxirgi hisobda shu 1300-yillari shunday o'zi qasdlandaymiz, ana shariylar bilan o'tirib chiqib bir qismlari shunday bu Sahih Buxoriy shunday o'tirib chiqliq. Hem üçüncüsü degan vaqt üçüncü Qur'oni Karim labzan yozilgan. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamning og'zidan qandoq chiqqan bo'lsa, kelima, ya'ni harf asholatda yozilgan Qur'oni Karim. Hech qanday u yerda bir tal harf ayndan mayniga undaq almashtirib etilgan, undaq bir narsa bo'lmagan. Hamda rivoyat hadislari degan vaqtda rivoyat hadislari taxminan yozilgan. Ma'noga asosan taxminan yozilgan. Yani Peygamber Aleyhisselam mushundaq degan bo'lishi mumkin. Mushundaq maqsadda degan bo'lishi mumkin. deb yozilgan. Uning uchun nimalar o'zi jamilarda juma kunlari va boshqa vaqtlarda kishilarga tabliq qilayotgan imomlar tabliq qilgan vaqtda qol ev kama qol deydi shunga. Payg'ambar alayhisalom ashundaq degan yoki ashundaqroq bijmin degan gap hamdi. Ana Payg'ambar alayhisalom aniq shundaq bir narsa deganlikka shu imomning o'zimi ishonmaydi degan gap. Ama Kur'an-ı Kerim ada demaydi. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman o yoki bu oyat mandaq bo'lishi mumkin yoki mandaq bo'lishi mumkin degan to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. Zaten mushundaq tugdi gap bu yerda. Yana Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayetini hiçbir insan yani bir mi insan arlıqqa kirib rivoyat qilgan. Peygamber Aleyhisselam'dan ben anlagan onun özüne falan axın muallif yazgan degan o muallif bilan yani Peygamber Aleyhisselam'ın arasında bir tal ravi arlıqta hikoya qilgan insan bo'lmagan hiçbir zaman. Ama rivoyat hadislar degan vaqtda rivoyat hadislarda eng az bo'lgan chog'da 5 odam rivoyat 5 odam o'tirib kirgan. Eng az bo'lgan vaqtda misol. Sulasiyat degan hadislar var. Sulasiyat deganda 3 odam rivoyat qilgan degan gap. Bu sulasiyat hadislarining o'zi bir 30 dak rivoyatni gapini qildi. Biz shu Sahih Buxoriyni o'qigan vaqtda batu hadislar 3 odam rivoyat qilgan deb bu butunlay yolg'on bir gap.
nima degan vaqtda 250 yil payg'ambar alayhissalomning vafotidan 250 yil keyin 3 odam bilan bir rivoyatning yetishi tamoman aqlga sig'maydigan bir narsa. Misol, bu yerda bir atal o'zi rivoyat hadislarning o'zini o'qib qo'yay. Sahih Buxoriydan nima qilgan? Masalan, Sahih Buxoriyning birinchi hadisida حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال آخرسida سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من muş arlıqның özdə sanısak 5-6 adam çıkıdı. Yani bütün Sahih Buxoriy'deki rivoyatlardaki en özü qisqaroq, yani odam soni orliqdagi raviylarning soni ozroq bo'lgan hadislar ma'lum. Ba'zilar ko'rsa 7-8, yani 7-8 bo'g'ini ya 10 bo'g'inning o'zi biroz teximdak aql mantiqqa uyg'un. Chunki 250 yil o'tgan vaqtning o'zida u mana shu vaqtda bu halqi bir odam tug'ilib 20 yosh kirgandik otasini anglab 20-30 yosh kirgandik u halqi otasi o'lib ketgandik u boshqa odam deb berib va hokazo qilish jarayonlarini hisobga vaqtda 6-7 orliqda raviy bo'lishi bu tabiiy ahvol bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda eng oz bo'lgan chog'da orliqqa 5 raviy kirgan. Ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan muallif, ya'ni Imom Buxoriy bilan payg'ambar alayhissalomning orasida 5 odam eng oz bo'lsa, bo'lmasa 6, 7, 8 odamlar o'tirdi o'zi raviy qatorida zanjirsimon shunday o'zi rivoyat nima o'tirib kirgan. Hamda payg'ambar alayhissalomniki og'izdan Qur'oni Karim aynan harf yozilgan bo'lsa, buning uchun degan vaqtda boy deganga o'xshash ma'nan, ya'ni payg'ambar alayhissalom mush maqsadda degan bo'lishi mumkin. Mush maqsadda mandaq degan bo'lishi mumkin yoki mag'abni mandaq qilgan bo'lishi mumkin bilan. Misol, tamamen hammasi shu imomning deydigan gapmi "Öv kama qal" deganning o'zimi yoki shundaqroq bijmin dedi degan so'zning o'zimi ashunga dalolat qiladigan narsalar. Mushu nuqtani aytgan vaqtidami, yana o'zi rivoyat hadislarining qanchalik o'zi payg'ambar alayhissalomniki demaganligi aniq nima deganligi aniq bo'lmaganligining o'zi mushu yerdan ko'rindi degan gap. İşençilik nisbatniki qanchalik tövelligi mushu yerdan bayqaldi degan gap yani. Yani bir gapning o'zini hozirgi vaqtda mushu televizor nima shu ekranda hozir ko'rayotganlar yo bunidagi ko'rdiganlarning bir savol o'qib qolsin. Bir odam atiganda bir odamning gapini anglagan bo'lsa, kash bo'lgan chog'da shu gapning o'zini aynan deb baq degan vaqt qanchalik o'zi deb bera oladi. Yoki 1 soat burun bir odamning gapini anglagan bo'lsa, uni 1 soatdan keyin ash odam nima dedi ashni aynan deb berib baq degan vaqtda u odam qanchalik deb bera oladi. Buning o'zini biz o'ylashimiz kerak. Odatda 5 minut burun men bir gapni qilib, sen mush to'g'riliq bir gapni qilgandan ashni qayta takrorla desa, men ash gapni qilgan vaqtda mutlaqo uni nurg'un yerlari o'xshamaydigan shaklda uni deyishim mumkin. Deyishim ham muqarrar meniki. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhissalom bilan u Imom Buxoriy, Imom Muslim degan u muallifniki orlig'idagi 250-300 yil hatto oxir 400 yil atrofida shunday vaqt o'tgandan keyin yozilgan narsaning orlig'ida demakki qanchalik o'zgarishlarning bo'lganligini u payg'ambar alayhissalom degan gap oyat kelishlik qaysi holatga ketib qolishi mumkinligining o'zini shu so'zni anglayotganlar o'zimiz bunday tafakkur qilib baqsak bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi o'tganki nima darsda dedik? Rivoyatlarning ishonchlik nisbat nima degan vaqt butun dunyodagi insonlarning o'rtaq o'zi kelgan bir xulosasi. Nima desa ishonchlik nisbati 0 deydi. 0. Yani 1% mi ishonchlik tarafi yo'q degan gap. U halqi to'g'ri xatolik emas. Ash odamning og'zidan aynan ashunday chiqqanligi yo chiqmaganligi haqida yana ishonchlik nisbati, yani ashu payg'ambar alayhissalom ash gapni qilgan bo'lishi ash gapni aynan ashunday qildi deb payg'ambar alayhissalomga ash gapni o'zi nisbat berishimiz niki ishonchlik tarafi qancha degan vaqtda 0 degan gap endi. Uni to'g'ri xatolik emas bu yerda.
He, 1% mi cezmleştirilmedi yani bu yerde diyen gap. Ben bu kadar yani halkı işençlik tarafi yani yok diyen gapte yüzde yok diyen gap endi. Aynen aş Peygamber Aleyhisselam aş gapni qilgan bo'lgan vaqtda hech qanday bir inson aynen aş gapni qilgan bo'lishi endi mumkin emas degan gapda. Xudo hozir mana biz so'zlayotgan nimaning o'zini bir necha pishli pasatchilar kesib o'tirning o'zini ulab va kaza qilib ayda qalaymaqon qilyapti ashunga o'xshash payg'ambar alayhissalomning so'zlarining nurg'u yerlarning o'zini ashunday qilib qalaymaqon qilib yoki bo'lmaydi u demagan gapni duguzib o'lib ketgan odamga nima desak bo'ladigan gap ashunday qilib o'zi bundaq rivoyatning o'zini o'yindoq o'ttirg'i chiqargan endi. Shuning uchun bu yerdagi biz bilib olgan nuqta nima degan vaqtda bir odam bir gapni qilib qo'yib yoki bir ishni qilib qo'ydi deyli, uningdagi 250, 300 yil, 400 yil, ya 2,5 soat emas bu, ya 2,5 kun emas, ya 2,5 oy, ya 2,5 yil emas. 250, 300, 400 yil keyin bu narsani andagi payg'ambar alayhisalom mushunda qiltimish deganni yozgan vaqtning o'zida buningga ishonishniki insonlarga o'zi tamoman o'zi insonlarniki yani logika jihatdan nihoyatda yiroq bir narsa bu ishonchlik tarafi. Shuning uchun bu yerda biz diqqat qilish tegishli bo'lgan narsa shu. Qur'oni Karimniki, yani birisi Qur'oni Karimniki originali hozirgachilik bizning qo'limizda saqlab. Original deganimiz, misol men mana bu Qur'oni Karimniki 1370 yildan 1420 yilgachilik atrofda orliqda yozilgan Qur'onniki nimasi? O'sha hozirgi vaqtda bu nimada Google'dan bu Qaf surasi Elif Lam Mim axırıncı səlal çapaq olub getibdi. Bunun özünü taz yaxşı oxuya olmaydım amma şu Qur'onniki hozirgi vaqtdagi original nusxasi şu nima 1370 yildan 1420 yil nimaligi karbon oksidimi şu 50-60 yil oraliqda o'yindaq nima qildiki, o'ynaydiki. Onun uchun bu yerda 1300 tövini 1300 nima 70 yil, yuqorisi 1420 yoki 30 yil qadar oraliqdagi bo'lgan Qur'on. Yani 1420 degan gapning o'zi nima desa payg'ambar alayhisalom zamonida yozilgan Qur'onniki originali degan ma'no bildirdi yoki bo'lmaydi. Shu payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin shu Qur'ondan ko'chirib dunyoning har qaysi joylarga tarqatgan Qur'on degan ma'no chiqdi endi. Lekin rivoyat hadislarning degan vaqtda rivoyat hadislaridan bir tanning original nusxasi yo'q. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıkan hemen söz mü söz, harf mi harf yazıvagan bir tal orijinal rivayet yok. Ya bay degan o'xshash, o eng birinchi qadamda yazilgani, shu bir nima 400 yil, yani 250 yildan boshlab oxirgi 400 yilgacha qadar shu Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan bu kitoblar, yozilgan deyilgan amma. Oniki o'ttirg'i chiqqan vaqti bay deganga o'xshash 1300 oxirgi 1700 yillari o'ttirg'i chiqqan o rivoyat kitoblari. Ya shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda yana bu rivoyatniki qanchalik o'zi ishonchlik yoki ishonchsiz ekanligini mushuni yana bir qatam farq etib olsak bo'ldi degan gap. Qur'onniki oyatlarniki hech qanday birisi, misol mutawatir oyat, sahih oyat, mavzu oyat yoki bo'lmaydi mufrat oyat yoki zaif oyat degan to'g'riliq bundaq o'zi baho berilgan hech qanday bir oyat yo'q. Qur'onning ichida bundaq bir baho yo'q. Yani paloni sura Fatiha sahih yoki bo'lmaydi sura Baqar mutawatir deydigan bundaq narsa hech qanday yer yo'q. Ama rivayet hadisleri degan vaqtda, rivayet hadisleri kelgan vaqtda
buniki butunlay mush hozir deyotgan sahih, mufrat, mutawatir, zaif degan shundaq hadislar bor. Uning ustiga mufradat kulliya degan hadis to'plamlari bor. Mufradat kulliya degan nima desa, yolg'on hadis to'plamlari degan gap. Ya'ni yolg'on hadis to'plamlari bor. Qur'oni Karim degan vaqtda yolg'on oyat to'plami degan hech qanday bir yerda yolg'on oyat to'plami yo'q. Yoki sahih oyat to'plami yo'q, yoki bo'lmaydi zaif oyat degan bir narsa mavjud emas. Hammasi Payg'ambar alayhisolamning og'zidan chiqqan payt yozib olingan, uning hech qanday shubhi yo'q holatdagi bir oyatlar bu. Qur'oni Karimdagi oyatlari. Ammo bu rivoyatlar degan vaqtda rivoyatlar shunday bir qancha xil turga orib, bunday nima oriladigan narsalar bu. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda u Qur'onning to'planishi va Qur'onniki oyatlarniki andaqa daraja qo'yilish nimalari aslo mavjud emas. Hammasi shu mutawatir emas, u mutawatir deganning o'zi shu aynan holat yetib kelgan degan ma'noni bildirdi. Aynan holat yetib kelgan emas, aynan holat yezib qoldirilgan narsa. Bir odam og'zi orqali bizga yetib kelgan yoki bir odam og'zi orqali bir qancha yildan keyin u yezilib qoldirilgan narsa emas. Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalomning og'zidan shu vahiy tushgan hamon aynan holatda yezib qoldirilgan. Bu rivoyat hadislarga o'xshash 250, 300, 400 yil keyin qilganmish, mushundaq bo'lishi mumkin degan bunda xalqi bir xiyol bilan yezib qo'ygan bir kitob emas Qur'oni Karim. Yani Qur'onning o'xshamaydigan yeri shu. Endi Qur'oni Karim insonlarga to'g'ri yetakchi bo'lib tushgan bir kitob. To'g'ri yetakchi bo'lib tushgan bo'g'ashqa Payg'ambar alayhisolamning zamonasida payg'ambarni va payg'ambarga ergashgan insonlarning hammasini to'g'ri yo'lga yetaklash orqali shu vaqtdagi zulmatdan qutuldirib, davlat qurib, dunyoga keyingi vaqtda imperiya qurdik bir holatni shakllantirgan bunday bir kitob. Buning o'zi buning to'g'riligini isbotlaydigan birdan bir isbot. Agar u to'g'ri bo'lmagan shaklda, to'g'ri bo'lmagan taqdirda u insonlarni nijotlikka yetkazolmaydigan bir kitob bo'lgan bo'ladi. Arablar u vaqtda g'alaba qilolmagan bo'ladi. Arablarniki g'alaba qilganligi Payg'ambar alayhisalom zamonasida tamoman o'z g'alaba qilib, ashorat kelganligining hammasini nima desa, Qur'oni Karim insonga to'g'ri yo'l ko'rsata olganligi uchun g'alaba qilganliginiki alomatlari shu. Qur'oni Karim bu vaqtda yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya va fil oxirati degan oyat bor. Bu yerda buning o'zini insonlar nurg'un tarjimonlar nima deydi desa, yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti degan o'zini iymonini mustahkam qiladi deb tarjim qiladi. Bu bunday tarjim emas bu. Isbot qiladi. Qawli sabitni. Qawli sabit degan nima desa Qur'oni Karim. Qur'oni Karimniki insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklay oladigan bir kitob ekanligini dunyo va oxiratda insonlarga isbot qiladi Alloh taolo. Qanday isbot qildi degan vaqtda Qur'oni Karimga ergashgan payg'ambar va payg'ambar alayhisalom zamonidagi insonlarniki g'alaba qilganligi u kitobga ergashsa g'alaba qila oladiganligini isbot qilib ko'rsatdi Alloh taolo qiyomat kuni degan gap. Dunyo va oxirat yana. Dunyodan biz hozir shunday tasavvur qilgan vaqtida payg'ambar alayhisalom va uniki yetakchilik ostidagi nima sahobalar, musulmonlar shu vaqt g'alaba qilganligining o'zi Qur'oni Karim g'alabaga erishtirganliginiki bir isboti degan gap bo'ldi. Buni qiyomat kunimi ham Alloh taolo bizni oldimizga qo'ydi degan gap. Agar sen mush kitob ergashgan bo'lsang, to'g'ri ergashgan bo'lsang, seni mush kitob to'g'ri yo'l to'g'ri yetaklash orqali seni g'alabaga erishtira oladi. Sen buni ergashmading deydi qiyomat kuni. Shuning uchun Qur'onda yana bir oyat bor. Payg'ambar alayhisalom qiyomat kunida mening ummatim Qur'oni Karimni tark etdi, tashlab etdi deb shikoyat qildiganligi haqida. Endi hadischi degan vaqtda hadis yani Qur'onga ergashgan vaqtda Qur'on yetakchi bo'lgan vaqtda insonni shunday qiladi ekan, hadischi degan vaqtda biz hadisga ergashgan vaqtda bizning holimiz qanday bo'lganlikka hozir qarab baqsa bo'ldi. Davomliq nega olsak, din nomida payg'ambar alayhisalom an degan, payg'ambar alayhisalom ma'ni qilgan, sahoba an degan deb ashunday o'zi ashlar zo'mi-zo tengilgan yolg'on yavdoqning o'zini payg'ambarga, sahobalarga zulm qilib, ashunasining o'zini insonlarga
yetkizayotgan odamlar shuni o'ylab boqsa bo'ldi. Ya'ni bu insonlarni hozirgi vaqtda islom ummatining o'zini qaysi holga akkaganligini, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarini qaysi holga akkaganligini shundan biz bilib olsak bo'ldi. Ya'ni bu rivoyat dininiki insoniyat uchun qanday bir balo bo'lganligini o'zini o'sha yerdan bilib olsak bo'ldi. Buningga hech qanday bir mollaniki qaynab ketishiga hojat yo'q. U agar molla bo'lsa, u dinni bilsa, u arabchani bildigan bo'lsa, u vaqtida u qanday qilish kerak degan vaqtida buni o'z tadqiq ko'rish kerak. Qo'lda material bor. Agar bo'lmasa, boyaga berib misol uni tadqiq ko'rish kerak, qayta uni ko'rish kerak. Shu vaqtda uniki nima ekanligini bilgan bo'ldi. U yerda o'ltirib qarang'i o'yini ichidan chiqmaylikin bir odam binasida oxirni g'ajash qilish qanday hojat yo'q. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan düşken, yani Allah Teala peygamberge düşügen kitap ekanligida hiçbir şübhe yok. Kur'an-ı Kerim'den bu hakta nurgulgan ayetler var. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'tan düşken bir kitap ekanligiga hiçbir şübhe yok doğruluk nurgulgan ayetler var. Hem Kur'an'daki insanlara yetekçi bolalışıda hem hiç qanday şübhe yok ekanligimi Kur'an-ı Kerim nurgulgan ayetler var. Bu ayet buluşuqla kifoya qilmaydi. O kitapga ergashgan insonlarniki nijot topganligi mana shu shubhining yo'q ekanliginiki bir dalil isboti, amaliy dalil isboti bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi Qur'oni Karimdagi insonlarga yetakchi bo'lishi, Allohning tushgan va yetakchi bo'lishida oxirgi gapirib nijotga erishtirgan bir kitob bo'lishida shubhining yo'qligi shu amaliyatga qarab, shundan biz bilib olsak bo'ldi. Hem de rivayet hadisleri çoğu diye vakta rivayet hadisleri tamamen şüphelik. Hiçbir rivayet hadislerine işinişki olmaydı. 100% şunun özü Peygamber Aleyhisselam digen ya Peygamber Aleyhisselam kıgan dep 100% işiniş tamamen cinayet hesaplandı. Ne için diye vakta eğer onun özünü şu rivayetdeki bir rivayetdeki yerimini Peygamber Aleyhisselam kılıp yerimini kılmagan boğazçı diye vakta Peygamber Aleyhisselam'a yerim rivayette plus 90, 553, 806. Üçürüplastlay avazını. Kur'an'da çoğu diye vakti Kur'an'da hiçbir zaman şübhelik neslik işinişki olmaydı. Yani Kur'an'da İyyettebiyyûne illa zanne İnne zanne la yughni anil haqqi şey'a degan ayetler var. Nurg'a yerde var bundaq ayetlerin özü. Ola gumani narsaga ergishadi. Gumani narsa hech bir zaman haqiqatni isbotlashga yetmaydi deydi. Gumani narsa bilan biz haqni isbotlayolmaymiz. Bu bir. Ikkinchi birisi iymon degan so'zning o'zi bir yaqini, ya'ni arab tilida aytgan vaqtda jazmlashgan narsaga ishonishga boruydi. Endi bu rivayet hadisleri çoğu degan vaqtda rivayet hadisleri tamamen bir gumani bir narsa, bunun ishonish iymon degan bir nuqtaga tamamen o'z zid bir narsa bo'ldi degan gap. Zid keldi degan gap. Shuning uchun biz gumani narsaga ishonish orqali biz Allohga iymon etdik deganimiz yolg'on iymon bo'ldi demak. Shu vaqtda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda uniki tamamen Allohning tushganligi aniq bo'lgan, uning hech bir shubha bo'lmagan, insonlarni rasmiy qutqizalagan, Allah Teala qutqizdi degan o'z so'zi isbotlangan mundaq bir kitob bo'lgan Qur'onga ishonish bu o'zi iymon bo'ladi. Ammo u hech bir zaman uningga avkama qoldirgan yoki shundaqaroq bijmin degan bo'lish kerak degan o'xshash bundaq bir narsalarga ishonish bu iymon bo'lmaydi. Iymonniki manba nima bilan maqsad bilan tamoman zid keldi degan gap bu. Ammo faqatli foydalanishga bo'ladi. Foydalanish bo'ldi. Arabniki örf adetlerini, Arap'daki öz tarixini, hakaza neslerini biliş için bir kısım özellikle Arap örf adetlerini biliş için onu okuşku boludu. Ve lakin onu din kılış bütünlüğü hata. Onu eğer din kılan vaxtda ne boldu diye vaxt din degen cezm kılıngan nerse. Gumani nerselerini din kılış bu ülke dinniki noktasıga asas maqsadiga tamamen zid keldi degan gap. Bu onun için özü din bolamaydı degan gap. Bu iman degan mesela cennetki iman etimiz o, dozaq iman etimiz.
g'ayib narsalar, masalan, biz ko'rmagandikinchi, ammo Alloh bizga xabar qiladigan. Ana shu narsalarga qarata bo'ladi-ku bu iymonchi. Tushunammi? Onda bo'lgandan keyin Alloh g'ayibdan o'zi xabar berdi. G'ayibdan berilgan xabarning hammasi Qur'oni Karimda bor bizgacha. Alloh deb beraylik. Albatta. Agar o hadis shunday bo'lgan bo'lsa, albatta Qur'onning ichida bo'ladi-da. Onda bir narsa yo'q-ku Qur'on Karim. Shu. Onun üstüge Peygamber Aleyhisselam hayat vaktida hadis yazışını tamamen Peygamber Aleyhisselam'daki kıvatkan iş hareketleri uyar bir yerde diyen gaplarının özüne, Kur'an'ın sırtındaki diyen gaplarının özüne yazışını Peygamber Aleyhisselam tamamen çekligen. Onu hemen şu demin hemisi bilirdi. Şu Hadisleri de Ukkan'a bağlı şu mı? He? Hadisleri de bağlı zaten aşı yapılım için. He ba. Mesela la tektubu anni şey'en gayrel Kur'an femen ketebeha Evet. felyemhu. Men kedibe aleyye muteammiden felyetebevve meqadehu minen nar diyen rivayet var mesela. Bunu hemisi mutawatir hadisteydi. Mutawatir diyenni alamet kuşluk diyen gap hem sehidi mi neçes kuşluk diyen gapta. Hem moşundak bir rivayet baken o rivayet emel kılıvatkan bir tan özü mollu yok. Mani kömem de. O hadis işlemizdeydi. Hadis işersen bu hadis nima uchun işermaysiz misal? İkinci birisi teksurul ehadisu ba'di degan bir rivayet var. Yani menendeki nurgun hadisler payda oldu. O hadisler payda olgan rivayet kılıngandan keyin onun özü siz Kur'an-ı Kerim'e tatbiqlab ko'ringlar. Agar o onu to'g'ri kelsa, uni to'g'ri denglar. Agar o to'g'ri kelmasa, uni xato, yani çöpke etinglar degan gap endi. Bundaq narsa var. Bu endi bu nimani bildirib desa, usulni bildirdi bu. Usul nima degan vaqtda dunyo bu atgan har qanday gap so'zlarni Qur'oni Karimga tatbiqlaymiz. Qur'oni Karim to'g'ri kelgan so'zlar, Qur'oni to'g'ri so'zlar bo'ldi. Yani qilishga tegishli bo'lgan so'zlar Qur'oni Karimda belgilangan zaten. Aşağı to'g'ri kelgan so'zlar, to'g'ri so'z bo'ldi. Uni to'g'ri kelmagan so'zlar desa xato söz qatoriga o'tadi. Onun uchun u yerdagi so'zlarning o'zini Peygamber Aleyhisselam aş rivayetning o'zi Peygamber Aleyhisselam degan bo'lsin yo demagan bo'lsin, bu mu ishonchli narsa emas endi mana shu vaqtda. Ammo uning mazmuni to'g'ri endi. O mushu gaplarning o'zlarini, mushu usullarini bular xato qo'llanuvchi. Qur'onni o'zining gaplariga to'g'rilab oladichi. Mesela Peygamber Aleyhisselam nima degan bo'lsa shuni elinglar debchi ayliqi. Söylen falma. Aşağıdaki Bu yerdeki narsa o Peygamber Aleyhisselam degan so'zniki qanday gapni qilgan bo'lsa yoki qanday rivoyat bo'lgan bo'lsa shuni din deb e'lon degan gap emas. O urush tushgan o'zi g'animatdan payg'ambar nemani bergan bo'lsa shuni e'lonlar. Ammal degan gap o g'animat haqidagi oyat o. Uning o'zini bu yerga kelib o 250 300 yil keyin yozilgan rivoyatni e'lon degan undaq ma'no chiqmaydi. Asla. Yana o'zi misol Ebu Bekir Umar'ın zamanında ikkinchi xalifa bo'lgan zamonlarda şu rivayet hadisleri oturup çıkan vaqtida Peygamber Aleyhisselam aniqqan mani degan so'zlar bo'lgan vaqtida ikkinchi sahobaning o'zi bu rivayet qiluvchining o'zini qattiq cheklagan. Hatto Ebu Bekir radhiyallohu anhuning zamonida o rivayet to'plangan rivayetlarning o'zini yig'ib ko'ydirgan yana bir qatim. Peygamber Aleyhisselam hayat vaqtida bir qatim ko'ydirgan uni. Keyin Ebu Bekir'in zamanında bir köydüyken, Umar'ın zamanında zaten bu rivayetçilerge göz açtığımgan. Umar'ın zamanında. Ömer degan film var. Iliq ko'p qismliq, 30 qismliq. Bormuş bunu hajlab avlod nashriyatining shuni tarjima qilib ovoz berdiydi. Shu filmning 27-qismida chiqdi. Ömer radhiyallohu anhu Şamga borgan chaqdimi, shu nimadimi, Falastinning bir yerda uchrashudan bilan Abu Hurayra bilan sen hozirmi shundoq hadis rivoyat qilyapsan, voy mening haddimmi? Siz hayotli bo'ldi ekansiz. Men bunday ishni qilmayman. Degan to'g'riliq ashari ko'rinish bormi-ku? Sirat asosida ishlab chiqqan filmlar ashulachi. Bormuch buni tarif qilib shuni ovoz berguyda ajgabgin o'zlari nima qilmaydi-da.
Ebu Hureyre'ni cezalagan gap. En xatarlik Ebu Hureyre degan ismli chiqsa, aş ayollarni ko'rib yuradigan, undan her xil şu apqaşda yalaqi İsrailiyatdan kelgan, nimadan kelgan, Hristiyanlıktan kelgan hadislarning, aşu nimalarning rivoyatning hammasini qaldiqashlarini akirib, islomning nimasiga hadis orqali, hadis yo'li orqali kirganlik uchun buni Elbette. Tutya deb biladi Ebu Hureyre deb. Ama peygamber bilan yaşagan vaqti arallam bir 6 ay mı? Cekkoz 2 yılmiki. 2 yıl deydi ama en qaraq şu 6-7 ay. Bir yılım yetmeydi asasen. Ama en köp hadis rivayet kılı adam şu. Ama Ayşe annemizden, Ebu Bekir'den veya Ömer Ezan'ın kelgen hadisinin karı çalmadan. Hem de ma bu rivayetlik kelgen vaqtida her milletlik bayı aşu beşit diginimiz okşaş. Her milletlik içinde misal onunki rivayet çöçekleri, romanları misal aşındaq näse boludu. Hem Arap tilindeki bundaq rivayet kitapları, çöçekleri, makal temsilleri, şiirleri bolsa, onun özüne okup anda halkı bazı huzur verdiğin aşındaq näseler boludu. Bunu okuşu boludu. Ve lekin onu din kılıp ölüşkü bolmaydı. Hiçbir zaman bir milletniki rivayetleri, çöçekleri, romanları din bulamaydı. Bunun özünü biz eni qarab olishimiz lazım. Din biz şu programın başlığını tartib hazır devatımız din fakat Kur'an'ın içinde. Başka bir yerden din tepişki mümkün emas. Başka bir yerden din tapım deyen gap hiçbir zaman özü akıl mantıqqa to'g'ri keladigan narsa emas. Qur'oni Karim o tamamen zid bir narsa. Onun için biz eğer haqiqiy dinga ergishimiz isek, din Qur'oni Karimning ichida, dinni biz Qur'oni Karimning ichida topa olamiz. Boshqa hech qanday bir yerdan topamaymiz yani. Rivoyatlardan biz din topamaymiz. Hem nurg'un insonlar bor. Onda qo'shib nima rivoyatning nurg'unlari to'g'ri deydi. Albatta to'g'ri. Chunki o yo'g'on bir kitoblar ular, o kitobning ichida to'g'ri yerlari bor, xato yerlari bor. Ammo bu narsa to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, shu narsani aynan payg'ambar alayhisalom dedi degan gapning o'zi u hech qanday ishonchli emas degan gap. Bu yergi narsa bu. Masalan, Marksniki yozgan shu kapitalizm, sotsializm, kommunizm degan shu kitoblarning o'zidami nurg'un to'g'ri narsalar bor, nurg'un xato narsalar bor. Masalan, Charles Darwin'niki tadris taraqqiyot nazariyasi, turlarninki paydo bo'lishi va tabiiy tanlash degan shu nazariyalarning o'zidami nurg'un o'zi to'g'ri yerlar bor, nurg'un xato yerlar bor. Demak, bu yer nima degan vaqtda biz bir odamni kitobini o'qigan vaqtida u kitobda mutlaqo to'g'ri narsa bo'ladi, ammo xato narsa bo'ladi. Biz o'niki o'zi tamoman o'zi uni to'g'ri deb nima qilish bo'lmaydi. Ammo bu yer faqat bir tane kitob bor dunyoda. U nima degan vaqtda Qur'oni Karim faqat to'g'ri, ammo xato narsa yo'q, faqat to'g'ri bo'lgan, faqat bir tane kitob bor. U Qur'on. Undan boshqa hech qanday bir narsa u 100% to'g'ri degan bir narsa bo'lmaydi nimada insoniyatning nimasida. Masalan, mavzuning tanlanma asarlar deymiz. Ashnaki nimalarda nurg'ulgan to'g'ri narsalar bor, nurg'ulgan xato narsalar bor. Uni qarab biz to'g'risini qarab, lekin mavzuni payg'ambar qila olmaymiz. U kitobning o'zini Allohdan tushgan qila olmaymiz. Xuddi shunga o'xshash bu rivoyat kitoblarining o'zini nima degan vaqtda uning ichida nurg'un to'g'ri narsalar bor, nurg'un xato narsalar bor. To'g'risini foydalansak bo'ladi, va lekin uni din qilib olish butunlay xato. Din Qur'oni Karim u halqi narsalarni to'g'ri kelgan narsa Qur'oni Karimni to'g'ri kelgan vaqtda u to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Biz faqat uni to'g'ri deymiz. Masalan, biz deyotgan gapning o'zimi Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, to'g'ri gap bo'ladi. Ammo bizning dinimiz to'g'ri bo'lganligi uchun u din emas. Bunday narsa yo'q. Din biz Qur'oni Karimning ichidagini deyapmiz degan gap. Hamda Qur'oni Karimdagi insonlarga yetkazadigan foydasi nima degan vaqtda biz yuqori deganga o'xshash Qur'oni Karimga haqiqiy shaklda, to'g'ri shaklda biz uningga o'zi ergisha olsak, insoniyatning o'zini dunyoda butunlay o'zi nijotlikqa erishtira oladigan bir kitob. Biz yuqori deganga o'xshash. Unda hech qanday shubha yo'q, chunki tarixda bir qatim tajribadan o'tgan bir kitob hamda.
shunchalar qalaqlashib ketgan bir millatning o'zini qutqizib, nijotlikka erishtirgan Alloh taolo men mushu kitobning o'zini insonlarni nijotga erishtirganligi haqidagi nijotga erishtirganligini, ya'ni payg'ambar alayhissalom zamonasi, Abu Bakr Umarning zamonasidagi voqealikni hammasini deydi nima? Shuni o'z ichiga olib desak bo'ldi, shuni o'zi keladi u. Aşı g'alibning hammasi nima degan vaqtda qiyomat kunsi mana bu kitobga ergashgan insonlar nijotga erishibdimi, erishmabdimi deb uni o'zini Alloh taolo isbot qildiganligini o'zini ko'rsatdi degan gap. Ya'ni hozirgi vaqtdami insonlar shuni to'g'ri ergashib qilsa, nijotga erishsa, bumi qiyomat kunsi insonlarniki, ya'ni ashuna ergashgan insonlarni nijotga erishtira oladiganligi isbot bo'la oladi degan gap. Hamda hadis kitoblari degan vaqtda hadis kitoblari hech bir zaman insonlarni nijotga erishtira olmagan, hozirmi erishtira olmoqlik. Hem buniki en ağır zihni neymi degan vaqtda zihni davomli bu kitob bizni 1400 yil burunqi bir madaniyatni o'rganishga, bundan 1400 yil burunqi bir holatni o'rganib, ashunga o'z qaytishimizga targ'ib qilgan bir kitob bu. Men İstanbul borgancha nurg'un qarindoshlarimni ko'rib nihoyat qattiq o'kindim. İchim og'irdi gapni jingina qilsam. Qanday degan vaqtda ham u payg'ambar alayhisolamning sunnatini tutgan kishi bo'lib, Elqay uzun bir ak yaktekni kiyip aşağıda özü jügen qarindoshlarimizni ko'rdik misol. Hasıl tayinib jügen adamning o'zini. Ammo faqatla ko'chada tögini minib mağmağa yeri qaptandi. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz bu 1400 yil burunqi voqealikni o'rganish orqali agar bo'ldi degan taqdirda, u bo'lg'anmi bir ish emas odatda. Şu ögünüş arqılık bizni o zamanға, yani 1400 yıl burunqi zamanға layık adam qıldıgan bir kitap, rivayet kitapları. Ama Kur'an-ı Kerim diyoruz, Kur'an-ı Kerim her zamanda insan şu zamanға layık adam buluşqa buyurulgan bir kitap. Yani ben hazır London'da yaşayavatım, ben London'da layık adam buluşum gerek. London'daki insanların arasında ben avantgard, ilgar bir adam buluşum gerek. Bu zamandaki insaniyetini ilim-fenni tushuna oladigan inson bo'lishim kerak. Uni to'g'ri foydalana oladigan inson bo'lishim kerak. Agar qo'limda kelsa, hozir eng ilg'or o'z texnologiyaning o'zini yasay oladigan inson bo'lishim kerak hattoki. Bundaq bir inson bo'lishga Qur'oni Karim targ'ib qiladi. Hech bir zaman bunun 1400 yil burunqi zamonning o'zini targ'ib qilmaydi. Buning o'zini 25 payg'ambarniki tarixini Qur'oni Karimdan o'rgangan insonlar bila oladi. Masalan, har bir payg'ambar misal İsa aleyhisselam hiçbir zaman Musa aleyhisselam andaq qilganti, mandaq narsani kiyganti, mandaq ishni qilganti deb rivoyat qilish orqali Musa aleyhisselamning qilgan ishini hikoya qilish orqali insonlarga tabliq qilganlik to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q. Hech qanday Qur'oni Karimda bir uchur yo'q. Payg'ambar alayhissalommi İsa aleyhisselam va Musa aleyhisselam ani qilibdi. İbrahim aleyhisselam mani qilibdi. Mandaq o'z mo'jizini keltirib, mandaq o'tibdi. Devol turib o'zi shu o'tgan payg'ambarlarning qilgan ishlaridan faxrlanib, o'z o'tgan yer yo'q. U qanday qilgan degan vaqtda biz hozirgi zamonda nima ish qilishimiz kerak? Hozirgi bu jamiyat bo'layotgan ish mayagichilik. Bizning sharoitimiz mayagichilik. Biz hozirgi zamonda qanday qilgan vaqtda insonlarning oldiga o'ta olamiz va insonlarning oldida avangard insonlardan bo'la olamiz degan to'g'riliq boshqa to'g'an va insonlarning shuningga o'zi aqdagi insonlarning o'zini yetaklab menish orqali insoniyatniki, yani şu vaqtdagi insonlarning eng o'zi, yani O'rta Sharqdagi Makka Madinadagi insonlarning eng ilg'ori bo'lib yetilgan, ham o'zi Madinaning o'zini o sababdan Madina degan ism bilan atagan. Madina degan so'zning o'zimi bir tarafdan shahar degan bo'lsa, yana tarafdan insonlarniki madaniylashigan. Yani yeri degan gap endi. Madaniyat taqalgan bir o'rin degan gap. Qonun, tertib, intizam bo'lgan, huquq qo'llanilgan bir yer. Yani bu yerdeki narsani degan vaqtda biz buningdan shunday bir xulosani chiqarishga bo'ldiki, agar payg'ambar alayhissalom mushuning o'zini har bir o'zi anglag'uchi esda yaxshi saqlashi kerak. Agar payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, buningdan 1400 yil burunqi hikoyalarni so'zlab o'tirgan bo'ladimi yoki hozirgi zamonga loyiq gap qilgan bo'ladimi?
Buningdan 1400 yil burunqi zamonga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilgan bo'ladimi yoki hozirgi zamonga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilgan bo'ladimi? Buning o'zini biz yaxshi o'zi tushunib olishimiz kerak. Uning uchun butun payg'ambarlar burunqi payg'ambarlarniki zamonining o'zini insonlarga bozorga solib, "Ash zamondagidek odam bo'linglar" demasdan, o'zimizning zamonimizda nihoyat ilg'or yaxshi odam bo'lishimiz kerak deb, shu zamondagi insonlarning o'zini yaxshi odam bo'lishga targ'ib qilgan, buyurgan. Chunki Allohning buyrug'i shunday. Uning uchun biz Qur'onga ergashsak nima bo'ldi degan vaqtda Qur'oni Karim bizni mushu zamonga loyiq odam bo'lishga va mushu zamonda eng yaxshi, eng ilg'or odam bo'lishimizga buyurdi. Uning uchun Qur'oni Karimda "Yusariyuna fil xayrat" degan oyatlar va nurg'ayat bunday oyatlar yaxshilikda bosishib insoniyat dunyosida yoki o'zining jamiyatida eng ilg'or, eng yaxshi odam bo'lishga Alloh taolo Qur'oni Karim orqali buyurdi degan gap. Shuning uchun bu yerda biz bu rivoyatni qilsak, xuddi payg'ambar alayhisalom haqorat qilayotgandek, u payg'ambar alayhisalomni e'tirof qilmayotgandek bunday tushunish tamoman xato. Payg'ambar alayhisalomni e'tirof qilganligi uchun biz bu gapni qilyapmiz. Agar payg'ambar alayhisalom o'z zamonida shu zamondagi insonlarniki eng ilg'ori qilib tarbiyalab chiqdi. Agar payg'ambar alayhisalom hozirgi zamonda bir davlat bo'lgan bo'lsa, u davlat payg'ambar alayhisalom turayotgan davlat dunyodagi eng ilg'or, eng madaniyatli shunday bir davlat bo'lgan bo'ladi deb tasavvur qilsak, hech qanday xatolashmaymiz degan gap. Nivishiga gaplarni bilyapti. Bular Qur'onchilar deb qo'ydi bizga masalanchi. Bular payg'ambar bilan Qur'onning oraliqni ochmoqchi. Ya'ni payg'ambarsiz bir islomni nima qilmoqchi deydi. Bu degan gapi tamoman endi Qur'onga xilof qo'yamdi-chu. Qur'onni o'qigan odam qandaymi payg'ambarsiz, qandaymi elchisiz, Muhammad alayhissalomsiz tasavvur qiladi. Mumkin emasda. Qur'on o'zi unga izn bermaydi-ki. Bizniki birinchi qatim nimqonimizdan bor, bizniki davomli deydiganimiz Qur'oni Karimda bor. Allohga ishonish, ferishtalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonish. 5 prinsip bu yerda ishonishga buyurilgan. Biz bunga tamoman ishondik. Uni hech bir zaman bir odam bizni qayt anadan desam qaytmaymiz. Biz payg'ambarniki payg'ambar ekanligiga, u payg'ambarga Allohning Qur'oni Karim degan payg'ambar alayhisalomga Allohning Qur'oni Karimning tushganligiga biz 100% ishonadigan bir insonlarmiz. Ammo bizni bu gapni qilishdagi sabab nima degan vaqtda faqat shu rivoyatni biz e'tirof qilmaganlik uchun, payg'ambarga chaplangan bir bo'hton deganligimiz uchun, sahobalarga chaplangan bir bo'hton, payg'ambarga qilingan bir zulm, dinga qilingan bir zulm, sahobalarga qilingan bir zulm, Allah qilingan bir zulm deganligimiz uchun bu gapni qilyapti. Naq zulm qilyapti-da, masalan, Qur'on Karimlar o'xshash kitob, hadislar ham o'xshash vahiy. U degani o'zi zulm bo'lmay nima uchun? Albatta. Qur'oni Karim yana insonlarning hammasini barobar deb tunuydi. Chunki Qur'oni Karimda bütün her qanday inson, mayli musulmon bo'lsin, mayli kafir, yahudi, nasara bo'lsin, hamma inson insonlikda o'xshash deb qaraydi. Chunki Allohniki hammasi Allohning yaratgan insonlari o vaqtda Allohniki maxluqi qatorida hammasi o'xshash bir inson. Bir inson yana bir insondan farqli yoki alohida bir inson yo'q. Faqat Qur'oni Karimda bizga bergan ma'lumotga asoslangan vaqtda inna akramakum indallohi atqakum degan bir oyat bor. Kişilerin aldıda hürmet sazavər olduğan insanlar, qandaq insanlar degan vaqtda xatolikni saqlangan insanlar. Əməliyyatda bu xato ish qilmay, to'g'ri ish qilgan insonlarning hammasini jamiyatdagi insonlar hurmatlaydi. Alloh taolo bunday va'da degan bu yerda. Musulmon bo'lish shart emasmi? O musulmon hozirgi vaqtda musulmonlar eng yolg'onchi chiqdi-ku. Amerikadagi universitetda butun dunyodagi davlatlarni bahalab chiqqan vaqtda musulmonning birinchisi 50-nechinchi o'rindami yo 30-nechinchi shunday bir o'ringa chiqdi-ku. Shu Hollanda birinchi o'ringa chiqibdi, birinchi qadamda nima qoldi? Ikkinchi qadamda Hollandami, ikkinchi, uchinchi o'rinda
Ayndaq nimqiliqliq. Demak, nima degan vaqtda Allah'ın kitabıga amel qilgan insonlarni selishtirgan vaqtda musulmonlar yo'qning o'rnida. Ya'ni u qadar Allah'ın kitabıga amel qilmoqlik yani. Bunda aytgan vaqtda. Lekin hamda hadis nima rivoyat hadislari cho'lsa, rivoyat hadislari Araplarni alayda ko'rish, Arab madaniyatini alayda ko'rish, Arab urf-odatini, Arablarning hayvonlarini, Arablarning tuproqlarini, Arablarning yal yemishlarini, Arablarning suvlarini tatib, hatto tilg'ichilik hamma narsani alayda ko'rishning o'zini. Boshqa insonlar Arablardan to'van holatda hisoblangan bundaq bir narsani o'zini o'tirib qo'ydi. Rivoyat hadislari. Masalan, buning qarta bir tal rivoyatning o'zini deyman. Bir rivoyat var. Ta'allamul arabiyyete ve allimuhan nase fe innehu lisanullahi azze ve celle yevmel kıyamet deydi. Siz Arapçını öğreninglar, başkalar öğretin. Nimişqa? Nimişqa biz Arapçını öğrenimiz ise? Çünkü o kıyametimiz Allah Teala sözlerine qatıl. Şu vakit nima dese Allah Arap degan gap endi. Ne kadar şirik gaplar da bu. Bazı Hristiyanlarıma Afrika'da Hristiyanlar Xudoni İsa aleyhisselamni Xudo deb bilib, Xudo aqtelliklar onu oq rangli sizdi ekan masalan, aqtellik qilibchi. Seriq chashlar, ko'k ko'z degan ishni. Aynan o'xshashdan gap qiladi bu. Şu. Onun için bu yerda masalan bu Peygamber Aleyhisselam'ın vefatidan keyin Ebu Bekir, Umar'niki, Hazreti Osman'niki o'zi oldingi 6 yildan elvatgan vaqtida Hazreti nima Ali'niki 6 yil o ayrim bir nima hamda azroq Madina va Kufa atroflarida bo'lgan voqealikni hisoblashga bo'ladi. O islom ummatiniki shu vaqtdagi masalan davlatniki butun territoriyasini boshqargan nima Hazreti Ali. Muştu jarayonida Qur'oni Karim aynan o'zi insonlarga yetkazilgan vaqtlar bo'lgan. Shu vaqtning o'zidami arablarning ichida masalan Zayd ibn Sabit degan kishining o'zini Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida bir qatim askar qo'mondoni qilgan yeri bor. Shu askar qo'mondoni qilgan vaqtda sahobalarning ichida nurg'unlari hamda odam tepilmagandek mushu bir qulning bolasini o'zini sen askar nima qo'mondon qildingmi? Bu yerda boshqa ne odam tusi degandek gaplar bo'lgan. Demak, arablarning ichida insonlarni nimandaq nimaga bo'ladigan, tarkibga bo'ladigan ishlar nihoyatda ig'ir bo'lgan. Shunga Payg'ambar alayhisolamning bir rivoyat bor. Makka fath qilingan vaqtning o'zida nima deydi desa, hammamiz odam nima biz hammamiz nima shu Odam alayhisolamdan dunyoga kelgan Odam alayhisolam loydin bo'lgan deb demak bu yer nimani bildirdi desa butun insonlar o'xshash bir maxluq, hammamiz o'xshash bir inson, insonlikda o'xshash, qora bo'lsin, oq bo'lsin, har xil tilda bo'lsin, qaysi millat bo'lsin, hammasi insonlikda o'xshash degan bu prinsipning o'zini o'tirib qo'ygan. Qur'oni Karimdagi lakum dinukum valiyadin degan oyatmi ashuni bildirdi. Masalan, butun dindagilarning o'zi dini e'tiqodi o'ziga, ammo insonlikda o'xshash deganini bildirdi. Yana o'zi Qur'oni Karimda bir oyat bor, qatilul mushrikin haysu wajadtum shunda shu oyat oxirisida va yakuna dinu kulluhu lillah degan oyat bor. Butun dinlar Alloh uchun degan oyat bor. Yani bütün dinler Allah için bo'lgan qadar siz kurash qiling deydi Alloh taolo. Nima degan bo'ldi degan vaqtda din, yani Hristiyan dini olsun, Budda dini olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, yoki Buddist olsun, bularning e'tiqodining hammasini Allohga havola degan gap. E'tiqodi Allohga havola degan gap bu yerda. Uning hisobini Alloh oladi. Chunki Qur'oni Karim nurg'u yerda va bu ishonmagan bo'lsa, uni man qo'yvat deydi Alloh taolo. Man qo'yvat degan nima degan bo'ldi desa, qiyomat kuni uning hisobini men o'zim olaman degan gap. Sen undan hisob olmaysan deylik. Hattoki nimada Makka fath qilingan kunisi Abu Sufyandan hammasiniki Allohga ishondigan vaqtdan kamidimi degan vaqtda o'sha payg'ambar alayhisalom tarjimali degan kitobni andaki men o tarix Tabari degan kitobni misol, shu kitobni hammasini o'qisa, shunda hammasi bor. Rahiqul Maxtum degan kitobda hammasi bor shu narsalar.
Ebu Sufyan'a sen Allah'a işindiğin Allah'ın bar ve birlik işindiğin vakti kemmedi mi? Diye vakti Ebu Sufyan nimdeydi? Allah bir qancha degan bo'lsam, men ishonishim mumkin-de, ishonishni o'ylashib beqishim mumkin-de deydi. Lekin seniki o bir xudo deganiga men uniga ishonmayman deydi. Payg'ambar alayhisalom shu yerda Ebu Sufyanning kallasini olamdi, olmaydi. Makkadagi mushriklarni qatl am qilamdi, qilmaydi. Nima uchun degan vaqtda Ebu Sufyan bo'ldi, biz sizniki hokimiyatingga bo'ysundik, biz o'zimizning diniy e'tiqodimizni qilamiz deylik. Degandan keyin u diniy e'tiqod Alloh bilan insonni o'tirish ishi o'g'ashqa Allohga havola, u yerda hokimiyatga bo'ysunliq. Qo'y bosh qo'ysan qo'y zodi, u boshni biz to'laymiz, hokimiyatga bo'ysunamiz. Qolgan narsaning hammasi o bizniki o'zimizning e'tiqodi o'zimizga deylik. Shunga bu yerda yakuna dinu kulluhu lillah degandiki, dinning o'zini hamma odam musulmon bo'lg'ichilik qadar sizlar o'zi urush qiling deb tarjima qilish tamoman xato bir tarjima degan gap. U vaqtda lakum dinukum valiyadin bilan bu ikkisini orasida tamoman o'z bir-biriga qarama-qarshi bo'ladi. Qur'oni Karimda agar u Allohning g'ayridan bo'lgan bo'lsa Qur'oni Karim uning ichida nurg'unlagan qarama-qarshilik, ixtilofning o'zini ko'p topgan bo'ladinglar degan oyat bu yerda o'zi tepilgan bo'ladi degan gap endi. Shuning uchun bu yer tarjimadagi xatoligi o'sha yerda. Ya'ni nurg'un tarjimalda, tafsirlarda hammasida nurg'un tafsirlarda asosan 190% tafsirlarda buning o'zini shu mushrik qolmagan qadar yoki islomning sirti, ya'ni musulmonning sirti degan g'ayrimuslim qolmagan qadar sizlar urush qiling degan bo'ldi deb tarjima qiliqlik qashada yoki tafsir qiliqlik. Yani az sondagi olimlar yo'q bu emas bu. Bu o'zi butun din Allohga bo'lgan qadar. Yani bu yer nima degan vaqtda dinchilik tugab, dindorlik qolgan qadar. Yani dinchilik qilib, yana shu yerdagi fitna deydi. Fitnaning o'zini nima qilishlik, tugatishlik, fitna deganda u yer nima deydi? Qarshilik. Yani bizning dinimiz ma'vu. Bu biz dinimiz ching turamiz. Hem o dinimizni qo'g'daymiz, sana qarshi kurash qilamiz biz. Degan o'zi narsa tugab, kurash qilmaymiz bo'ldi. Biz qarshi turmaymiz, ammo diniy e'tiqodimiz o'zimizga degan holat kelgach qadar siz o'z kurash qiling degan bo'ldi oyatning o'zi. Shu vaqtda nima bo'ldi desa, hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga, ammo insonlik nuqtasini birisi bilan o'rtaq o'z bir jamiyat yashash muhitini yaratish degan gap. Şuna devlet kurgan vaqtida diniy devlet emas, insonlik devleti kurgan Peygamber Aleyhisselam. Şu vaqtida nima desa, Yahudlar, Hristiyanlar, müşriklar, Müslümanlar hammasi bir yerda turib, bir yerda yashagan, hammasi devletga bosh topshirgan. Shu Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyinlar Madinaning atrofidagi bir qism qabilalarniki Abu Bakrga bosh topshirmaganligining o'zi hokimiyatga biz bo'ysunmaymiz deb bosh topshirmagan. U hargiz nimildi nurg'u yerda redda urushi deydi, murtad bo'lib ketgan ular, murtad qarshi urushgan deydi. Murtad emas ular. Ular asli musulmon bo'lmagan. Ammo Payg'ambar alayhisolamning hokimiyatiga bo'ysungan. Ammo Payg'ambar alayhisolam o'lib ketgandan keyin hokimiyatdan bosh tortgan vaqtda Abu Bakr hokimiyatga qayta uning o'zini bosh egdirish uchun askar boshlab berib, ularni qayta kurash qilish orqali ularni nima qilgan desa, qayta bosh egdirgan. Ular yana o'zi bosh topshirish nimasiga qayta o'z qo'l qo'ygan. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisolam zamonasida butun o'z Payg'ambar alayhisolam oqsiq egashgan insonlarning hammasi musulmon bo'lib ketgan emas. Payg'ambar alayhisolam bayrog'ining ostiga kirgan butun insonlar musulmon bo'lib ketgan emas. Asosan hokimiyat ostiga kirgan nurg'unlari 90%, 10%, yani 10, 20, yani 10-15 ming atrofida. Rivoyatlar 10 ming deydi ekan Payg'ambar alayhisolam zamonasidagi musulmonlarniki. Shu 10 ming va 15 ming atrofidagi shunday insonlar islomni qabul qilgan, qolganlari hokimiyatniki çatısı ostiga kirgan misol. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolam zamonasida butun o'zi Arab yerim orlining hammasi musulmon bo'lib ketgan degan bunday bir narsa yo'q. Shu sura Izajaning o'zida yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi robbika vastagfiru innahu kana tawwaba deganing o'zida ular guruh bo'lib qabila holatda shunday islomni qabul qilib ketgan deb tarjima qiladi o nimaning o'zida.
İza ca'ana nim qilgan vaqtida. Ammo u yerda nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtida atrofidagi qabilalar nima qildi degan vaqtda endi hokimiyatni e'tirof qilmas bo'lmaydigan bir kun kelgandan keyin, ya'ni bizning kallamiz ketib qolmasin deb, ular o'zi bo'ldi biz sizning hokimiyatingizni qabul qildik. Bizga qanday boj topshir desang biz topshiramiz deb u yerda hokimiyatni e'tirof qilgan. Yani herkesmi u yerdagi narsa nima desa, u hammasi islomni qabul qilib ketgan emas. Ham har qabiladan bir qancha yoki 1000 odam bo'lsa, bir qancha yuz yoki shunday insonlar islomni qabul qilgan bo'lishi mumkin, ammo butun qabilalarning hammasi anda islomni qabul qilgan darajadagi bunda qabilalar asosan yo'q deyarli. Shuning uchun bu hadis, yani rivoyat hadislari insonlarni tarkibga araydigan, uning o'zini bidam o'zi bir millatni ustun qiladigan, ya'ni bidam turib bir o'zi nimaning o'zi mazhabni ustun qiladigan, shunday o'zi bir narsa o'g'ashqa, bu yerda nima degan vaqtda insonlarning o'rtasidagi barobarlikni buzadigan Qur'oni Karimdagi butun insonlar Allohning oldida barobar degan bu prinsipga zid. Bundaq bir o'zi narsalar bor degan gap rivoyat hadislarda. Shuning uchun bundaq yerlarga diqqat qilishimiz lozim. Yani Qur'oni Karim bütün millet, yani her qanday bir millet öz madaniyatini, o'zining urf odatini islom, yani Qur'oni Karim ko'rsatgan doir ichida yetmengishga va taraqqiy qildirishga yo'l qo'ydigan bir kitob. Yani Uyg'urlar o'zining atlas ko'ylagini islom ko'rsatgan shart ostida yapadigan yerlarini to'liq yepish sharti bilan kiyish, o'ziniki musiqalarni, duta tamburlarni o'zini Qur'oni Karim chekilgan so'zlar bo'lmagan bundaq o'zi nimalarga, notlarga, ya'ni bundaq tekstlarga chelish, bundaq narsalarni Qur'oni Karim to'smaydi. Misol ota-onaga yaxshilik qilish, bilim o'rganish yoki bo'lmaydi millatniki birlik barobarlik qarta bo'lgan bundaq naqshlarning o'zi Qur'oni Karimdagi hech qanday mazmunga zid kelmaydi. Bundaq o'zi mazmundagi naqshlarni aytish, bundaq naqshlarga dutta tambur, ya'ni musiqa asboblarini chelishni Qur'oni Karim cheklamaydi. Endi rivoyat hadislari kelgan vaqtda ko'rsa, rivoyat hadislari arab madaniyatini bozorga soladi. Arab madaniyatini biz o'zi qilsak, uning yo'l bor, o'z madaniyatimizni qilishga uning yo'l yo'q. Bundaq bir narsani o'tirib qo'ydi. Shuning uchun o'zi arab mamlakatlarida o'qigan insonlarniki asosan uyga borsak, xotin qizlarning hammasi qora kiyimga cho'kib olgan, shunday holatni ko'ramiz misol. Bunun o'zi hammasi nima degan vaqtda o'zimizning madaniyatimizni chiqib, u arab madaniyatini qabul qilib, arablashishga boshlagan bir insonlar degan gap. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karimda insonlarni Alloh taolo qabila va oymoq qilib yaratganligi haqida oyat va qabail va litarafu degan maxsus oyat va yana bu yerda inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilofi alvanikum va alsinatikum degan oyat va bu nima degan vaqtda Alloh taoloning bor va birlik qarta koinot, ya'ni osmon zamin bir dalil bo'lsa, bu Qur'on nima degan vaqtda insonlarning har millat va har tilda, har rangda bo'lishimi Alloh taoloning bor va birlik bo'lgan bir dalil ekanligini va bu dalilning insonlarning saqlashi insonlarning o'zining ishi ekanligini Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Shuning uchun biz Uyg'ur millat bo'lib qolish, boshqa bir millatning to'van bundaq bo'lib qolish emas. Uyg'ur millat bo'lishning o'zi bir Alloh taoloning bir lutfi. Endi biz bu Uyg'ur millatidan iborat bu millatning o'zini saqlash bizning ustimizdagi bir vazifa. Ammo Qur'oni Karimda bütün insonlar o'xshash deyishdan nima degan vaqtda bu millatchilikni o'zini to'smaydi. Millatchilik degandan bu nima degan vaqtda men o'zimning millatini suyishni to'smaydi. O'z millatimga xizmat qilishni to'smaydi. Ammo men millatchilik qilish orqali boshqa millatga haqorat qilish, boshqa millatga zulm qilish, masalan hozir Xitoydaylar Xitoy millatchilik qilish orqali boshqa millatlarga zulm qilish, boshqa millatlarni yo'qotish. Buning o'xshash ishlarning o'zini Qur'oni Karim to'sdi. Misol. Hamma millat o'xshash yashash, haq-huquqda barobar, adolatning oldida hammasi o'zi qonunning oldida barobar bundaq yashashning o'zini
Qur'oni Karim buyuruydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom zamonasida bir musulmon bilan bir yahudning o'rtasidagi bir da'voning ichida yahudniki haq qo'ygan vaqtning o'zida payg'ambar alayhissalom o hukmning o'zini yahudniki tarafiga chiqarganligi bu bayon qilindi, rivoyatlarda bor. Bu nima uchun degan vaqtda adolat ustida hukm qilish. Meniki men musulmonki, men musulmon tarafga yalnız hukm chiqaray deyish asla o Qur'oni Karimga uyg'un kelmaydi. O pichoq qo'shib bir narsa bu adolat deganni o kim bo'lishdan qat'iy nazar o kesidi shu yerda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda kim bo'lishdan yoki qaysi millat, qaysi dindik inson bo'lishdan qat'iy nazar haqiqat kimning tarafida bo'lsa, u haqiqat shuning tarafida deyish bu adolatning ishi degan gap. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarni adil bo'lishga buyurdi. Adil bo'lish deganning o'zi haqiqatni ustida turishga degan gap. Shuning uchun shu hozirgi vaqtning o'zida shu nurg'un hozir 52 songa kelibdik. Nurg'un so'zliq bu vaqtda bir gapni qilgan vaqtdami biz o gapni to'g'ri xatolikka qarab, undan keyin o'zi aqlimiz bo'lgandan keyin undaq baho berishimiz kerak. Mazhabimizga qarab, o'qib olgan narsamiz qarab emas, u Qur'oni Karimga to'g'ri kelamdi ekanmamdi? Aql mantiq to'g'ri kelamdi ekanmamdi? Amaliyat uyg'unmi, uyg'un emasmi? Bundaq narsaga o'z ahamiyat berishimiz lozim. Ya'ni Qur'oni Karimni sharhlashni va bayon qilishni faqat Alloh taolo ustiga olgan va Qur'on ustiga olganligi uchun Qur'oni Karimda har bir oyatni biz tushunamay qoldik bir yer bo'lsa, Alloh taolo boshqa yerda shuning o'zini sharhlagan, bayon qilgan oyatlar bor. Sharhlagan zaten oqitli shu sharhning o'zini keltirib, hech bir zaman Qur'oni Karim asla va o nimaga boshqa bir narsaniki sharhi qilishiga ehtiyoj yo'q. Bu rivoyat hadisni asos qilgan insonlar degan vaqtda rivoyat hadislari hozir sahih deganning o'zi bu nima qiladi desa Qur'oni Karimni sharhlaydi. Biz aşı bo'lmasa Qur'oni Karimni biz tushunolmaymiz deydigan bundaq bir holatga kelibeliqlik bu butunlay xato bir narsa. Shuning uchun biz o'zi Qur'oni Karimni sharhlashni Qur'oni Karimdan o'rganishimiz lozim. Agar biz Qur'oni Karimni hadis orqali sharhlagan vaqtda u Qur'onning ichiga nima kirib qoldi degan vaqtda rivoyat kirib qoldi. Dinning ichiga rivoyat kirib qoldi. Bu vaqtda Qur'onning o'zini joylashtirib qo'ygan bo'lamiz. Xuddi belki suvning ichiga boshqa bir narsani qo'shib lekin o suvni joylashtirib qo'yganga o'xshash. Yani bu vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda shu sura Hud'niki 5'da Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min ladun hakimin xabir Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun va bashir degan bu oyatning o'zini ochiq bayon qildi. Yani bu oyatlari hukm ifodalaydigan bu kitobning o'zi hammani bilguvchi, hammani xabardor, hikmat va ish qiluvchi zot tarafidan nima qilindi deb tafsil bayon qilindi. O tafsil bayon qilishni hech bir zaman bir hatta payg'ambar alayhissalomga bermaslik uning o'zini. Shu Qur'oni Karimda 331 yerda bor qul degan kalima bor. Yana 20 necha yerda bu yasaluniki degan kalimalar bor. Aşağıda shu qul degan kalimaning hammasi nima degan vaqtda payg'ambar o'zi o'ngchi boshqa bir narsaga javob bermasdan payg'ambarga xuddi kichik bola o'rgatgandek mandaqda, andaqda deb turib o'zi payg'ambar alayhissalomga shunday o'rgatdik uning o'zini. Peygamber Aleyhisselam mesela yasalunik anil ahilla degan vaqtning o'zida sinda ular o'zi yangi oydan so'raydi degan vaqtning o'zida Peygamber Aleyhisselam yangi oy degan mandaq narsa deb o'zi kalisi kelgancha bunday javob bergan emas. Shu yerda ba'zi bir rivoyatning o'zida bir qancha bir hafta ya 2 hafta saqlagan shuni javobini Alloh taolodan keltirgan vahiyning o'zini saqlagan. Vahiy kelgandan keyin uningdan mandaq narsa u deb insonlarga javob bergan degan so'zlar bor. Bunun nemini bilib oldu degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam diniy sohadagi narsalarning hech birisini o'ziniki ra'yi qarab, jamiyat qarab bundaq o'zi kalisi kelgan xiyol bo'yicha bundaq javob bergan hech qanday narsa yo'q degan gap. Hatto payg'ambarning undaq deyishkim ham hech qanday o'zi haqqi, huquqi yo'q. Chunki Qur'oni Karimda buni qattiq cheklab shu sura qiyomatning o'zida
لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ degan oyat var. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَقَتَعْنَا مِنْهُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ degan oyat var. Nima degan vaqtda Muhammed o'zining yendan din nomida bir narsa to'qqigan taqdirda biz uni o'zimizning qudrati bilan uni halok qilayotgan bo'lardik deydi. Qandoq degan vaqtda halok qilishniki o'z tafsilotni Qur'onga nima qilib uni garantimurni uzayotgan bo'lardik deydi. Shu vaqtda va malakum anhu hajizin degan oyat oxirisida sizning orangizda hech qanday bir odam uning o'zi orturamagan bo'ladi deydi Alloh taolo. Demak, bu yergi narsa nima degan vaqtda, mushu nuqtani aytgan vaqtda Payg'ambar alayhisolamning garantimuri uzilib ketmay, o'zining ajalda o'lib ketganligining o'zi Payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning dini sohasida hech qanday kallasiga kelgan bir narsani demaganligini ko'rsatib degan gap. Hamda biz yuqorida deganga o'xshash biz boshqa darslarda jiqdidik. Dunyoda Allohga, Allohning diniga, Allohning payg'ambariga va payg'ambarlariga mana shu vaqtda va sahobalarga eng og'ir zulm qilgan insonlar kim degan vaqtda hozirgi zamonda musulmonlar. Nima uchun degan vaqtda u payg'ambar qilganligi aniq bo'lmagan, o sahobalarning qilganligi aniq bo'lmagan bunday bir narsani o'zini qildi, aytdi deb o'tirib, o sahobalarni qig'izib, u yerda o'lib ketgan bir insonlarning o'zini uni qig'izib majburan o payg'ambarlar o'lib ketgan payg'ambarning o'zini uni digizib, uni o'zini didi deb o'tirib, payg'ambarga bo'xton chaplash orqali, sahobalarga bo'xton chaplash orqali zulm qiliqlik. Va buning o'zini din nomida qo'llanish orqali Allohga zulm qiliqlik. Bundaq odamlarga Alloh taolo nima deydi degan vaqtida bu yerda yomon jiq bir nima var, so'zlar var. Nima bu? Bunu dalqi kimki Alloh taologa yana yolg'onni to'qisa, u odam zulm qilgan bo'ldi degan oyatlar misol. Mana shuni izlayaptim hozir. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. Sure Nahl'niki 116. ayeti. Boş ayetning o'zi nima deydi degan vaqtning o'zida sizlar og'zingizga kelgancha ma halol, ma harom demanglar. Kimki Alloh taologa yolg'onni to'qisa, u odamni Alloh taolo nijot topqizmaydi. U odamga nijotlik bermaydi Alloh taolo. Demakki, yolg'onni to'qgan insonlar dunyo va oxiratda nijotlikka erishamaydi degan gap. Shuning uchun Qur'on qaramasdinlar, rivoyat andaq debdi, uning uchun o'zi falon narsa harom. Degan gapning o'zini qilmanglar. U halol harom masalasini Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi bayon qilib deydi. Masalan, halol harom masalasini biz degan vaqtning o'zini nima dedik degan vaqtda Qur'oni Karimda ikki xil shartni qo'ygan. Buni Germaniyadagi Galvanning o'zi anglab qo'yish kerak. İki şartni qo'ygan, mana aniq bilib olish kerak har bir inson, har bir musulmon bo'lgan odam, birisi nejis bo'lgan narsa harom Qur'oni Karimda. Qur'onda o'zi Alloh taolo pokiz narsani halol qildi va haramal khaba'is degan narsa bor. Va hurrimal khaba'is degan oyat bor, yana boshqa yerda. Khaba'is ya'ni nejis bo'lgan narsani Alloh taolo harom qildi yoki harom qilindi deydi. Yana bu yerda degan vaqtda yirtqich bo'lgan narsa harom qilindi deydi Qur'onda. Yana bunun da o nimenin özde uhillet lekum behimetul enam illa ma yutla aleykum diyen ayetin özde
Behimetul en'am deganning o'zi, behime deganning o'zi jirqush degan gap. Yani jirqush emas degan gap. Hayvonlarning jirqush bo'lmog'ini sizlarga halol qilindi. Buniki qarshisi degan vaqtda, ya'ni jirqush bo'lgan hayvonchi harom qilindi degan gap bo'ldi. Yani ikki narsa jonliqlar ichida biri necis bo'lganlari. Yani onun için tunguzni Allah Taala nima qildi? Nima payinda o rizsun deb bayon qildi. Tunguzniki bobi kelgan vaqtda, chunki o necis. Uni nima uchun harom degan vaqtda necis bo'lganligi uchun. Necis hayvonlar va jirqush hayvonlar bu narsa harom qilindi. Onun uchun Qur'onda faqatla 4 xil narsa halol. Deb to'ga, qo'y, o'shga, kala, mush narsa halol deb lekin onda to'xtab o'lish bu butlay xato. O jirqush bo'lmasa, paskindan yani necis olmasa o narsa haram. Misal onun sırtında kuşkaşını yeyimiz, kepten yeyimiz misal. Bödekni yeyimiz. Bu narsalar var mı Kur'an'da? Yok. Fakat Kur'an'da şartını dep koyukluk. Şartı neymi diye vaqtda o narsa necis oluş gerek. Birinci şart ya komaytçı jirqush oluş gerek. Ya her işkisi. Necis hem ya ki bu işki şartın işkisi tepiliş gerek. Ya ki işki şartın bir tepilgan vaqtda o narsa neymi bo'ldi degan vaqtda haram bo'ldi degan gap. Kan nima uchun haram degan vaqtda kan necis. Deydi Allah Taala Qur'oni Karimda. Uning uchun o'zi qonning o'zini chiqarib o'tish kerak. Nimani hayvonni bo'g'izgan vaqtda, shu vaqtda o'zi o narsa halol bo'ldi degan gap. Go'sht o vaqtda halol bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi halol haram bobining o'zini bilmay turib bu yerda birisiga haqorat qilish uchun, bir odam tilni o'lish uchun bir oyatni bu yerni uzib olib, gap qilmaslik lozim. Namaz to'g'ri qilgan, so'g'an savolga bergan javobdimi? Bir minut yani kesiplam. Ayna çıkarıp deyna. O kadar insafsız. O 23. kısımdaki hemmisini köse acayip Aslında internet yaxshi emasmi? Uzilib qoldi. O nimaning o'zida bu namozni babida biz farz namozlarni to'xtalib, ikkinchi qadamda nafl namoz haqida to'xtalgan yerlarimiz bor. Qur'oni Karimda namozni ko'p o'qing degan to'g'riliq hech qanday oyat yo'q. Ibodatni ko'p qiling degan to'g'riliq namoz bilan yordam talab qilinglar. Allohni zikr qilishlar, namoz bilan yordam qiling degan oyatni dalil keltirib turib, shu foydasiz deb qoldi oldu. Qur'ondagi hozir men ashun deb ism istag'anlar nayt yaxshi bo'ldi. Qur'onda aqimus salat va atuz zakat degan to'g'riliq. Ya'ni salat va zakat bir yerga kelgan vaqtning o'zida butunlay salatning o'zi yordam, zakatning o'zi nima? Salatning o'zi hamkorlashish, nima zakatning o'zi yordam ma'noda. Misol sura nimada Tövbe surasining o'zida shu oxirgi 5-oyatning o'zida qatil mushrikini hayso jattum degan oyatniki nimasida nimda aytsa fa in aqamus salata va atuz zakata fakhallu sabilakum degan oyat bor. Bu nimaga qartildi bu oyat degan vaqtda u Makka mushriklari u yerda qan tarjimada u Makka mushriklari namoz o'qisa, zakat versa, ularni yo'li qo'yib deb tarjim qildi. Bu mushrik qanday namoz o'qiydi? Misal bu bunday bir ahmoqona ish olamda bu. U Makka mushriklari davlatni e'tirof qilib, sizlar bilan hamkorlashsa va sizlar qo'ygan bojning o'zini to'lasa, u vaqtda uni yo'li qo'yib degan gap bu. U fa in aqamus salat va atuz zakata degan oyatning oldida amanu degan bo'lsa edi. Ular iymon keltirib, uni namoz o'qib, zakat bersa degan bo'lsa, u vaqtda biz uni namoz deb tarjim qilamiz. U oldida iymon yo'q. Allohga ishonmaydi, payg'ambarga ishonmaydi, nima Qur'onga ishonmaydi, farishtaga ishonmaydi, oxiratga ishonmaydi misol. Bu odamning o'z namoz o'qimasi nemisi misol. Bu yerda u iymon etmagan bir insonning o'zini berib namoz o'qisa, u musulmon islomdoni. Demak, bu yerdagi mush oyatning o'zila har qanday bir yerda Qur'onning har qanday bir yerda
Shu aqimus salat va atuz zakat degan ikki jumla birga kelgan vaqtda birinchisi hamkorlashish, ya'ni davlatga bo'ysunish degan ma'nodagi so'zda u. Ikkinchi so'z davlat qo'ygan bojni to'lash degan gap. Agar jamiyat kelgan vaqtda jamiyatda hamkorlashish va jamiyatga yordam qilish iqtisodiyotni degan ma'noni bildirdi. Hamkorlashish va yordamlashish deb tushunsak bo'larkanda. Hem hamkorlash degan misol Abu Sufyanni misolga olsak, Allohga payg'ambarga ishonmagan bir inson. Misol Hazrati Umarning zamonasiga kelgan chog'da shu askarlar bilan birga nim qilib, Shamga berib, shu Shamda urushqa odam. Misol nima ish qilgan vaqtda u davlatniki, masalan hozirgi vaqtda Angliyaning o'zida xristianlar va yahudlar va musulmonlar va nurg'un boshqa dindagi insonlar bor. Ularning bolalari askarligi bor edi. Agar o'zi Angliya hukumati cho'ng bir urushga kirishib qolsa, bu yerdagi musulmon hamma o'zi millatdan, hamma o'z dindik Davlat insonlarniki armiyasi shakllantirdi. askarlik qilib, u davlatni qo'g'dash har bir insonning majburiy bo'lganligi u askarlik apirgan gap. Xuddi shuni qo'sh narsa bu. Mana payg'ambar alayhisalom zamonasida Makkani fath qildigan vaqtida 12 va rivoyatlar ba'zanlar 12 deydi, ba'zanlar 10 deydi. Ashundaq bayroqni ko'tarib mangan, 12 qabilaniki bayrog'ini ko'tarib mangan deydi. Ba'zan qabilaning bayroqlarida yog'och, yana daraxtniki nimalari bor, ba'zanlar hayvonniki boshlariniki suratlari bor, ba'zanlar odamniki misolda har xil surat bor, har xil rangdagi bayroqlarni ko'tarib mangan. Ashlarning hammasi nima desa, ittifoqning ichidagi insonlar degan gap. İttifakның içindeki insanlar hemmesiniki Müslüman buluşuna atayın misal. Şöyle neyme diye vaxtda ittifakның içinde Peygamber Aleyhisselam'daki hakimiyetini, yani aşağıdaki hakimiyetinin özünü itiraf kılıp boldu birge yaşayımız ve hemmimiz özümüzün dinde kalımız diye vaxtının özünde ulavını birge boldu da olsa biz hakimiyet sadık. Yani Allah'ın iman etmez o özünün şahsi işi diye bayağı biz diyen koşaş. Ve yakunet dinu kulluhu lillah degendiki din Allah ve insanı oturursak işleyen gap. O din bir adam dine girmedi dep onun yani bir adamı hesap veriş hakkı yok diyen gap. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o işenmeyen olsa man kuvvet deydi. Kur'an nurgiyet bağı bunda ayetler. Man kuvvet degenin özü sen onu da hesap alım dep onu ceza kullansan bulmaydı diyen gap o. Hiçbir devlet bir insandaki başka bir dinde bo'lganligi uchun jazolash u bir adolatsizlik Alloh taoloning qonuniga zid kelgan bir ish degan gap bu. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda bir davlatda nurg'un millat, nurg'un e'tiqodli insonlar yashaydi. U yerda u davlatchilik degan mavzudan bu to'xtaldik biz. U davlat va qanday qaraydigan vaqtda hokimiyat bütün o'zi insonlarga xuddi bir odamning 5 bolasi bo'lsa, hammasiga birisi qimovoz, birisi o'g'ri, birisi yanchiqchi, birisi yaxshi odam bo'lsa, hammasiga o'zining bolasi yuragida hammasiga o'xshash ko'rganga o'xshash, hammasiga o'xshash kuyib, hammasiga o'zi to'g'ri muomala qilganga o'xshash, oyatma har bir e'tiqoddagi boshqa har xil nima millatga davlatning fuqarosi bo'lish bilan hammasiga o'xshash o'zi muomala qilish, bu o'zi Qur'oni Karim buyurgan bir narsa degan gap. Shuning uchun biz oy deganga o'xshash Qur'oni Karim diniy davlat qurishni emas, insonlik davlat qurishni buyurdi degan. Hiçbir zaman o'zi ya Müslüman davlat ya Hristiyan davlat yoki Budda davlat degan bir dinning nomida davlat qurishni islom hiçbir zaman yana yo'l qo'ymaydi. Uni buyurmay cheklaydi hattoki. İnsanlık davlati har qanday inson huquqni barobar holatdagi adolatni asos qilgan bir davlat qurishni Qur'oni Karim buyurdi. Onun için biz hozir Yevropaning o'zida musulmon bo'lsakmi, haqiqatda xristianlar bilan o'xshash holatda undaq yashay olamiz. Nima uchun degan vaqtda bu yer shunday prinsipni shunday sistemani yo'l qo'ygan. Ammo musulmonlar yo'l qo'yamadi. Payg'ambar alayhisalom yo'l qo'ygan bu ishning o'zini. Payg'ambar alayhisalom yo'l qo'yganligi uchun Payg'ambar alayhisalom zamonasida ikki dindagi inson, birisi Yahudi, birisi musulmon da'voga kelgan vaqtda Qasının haq olganda şu haq tarafdagi hukm chiqqan o shu mollamlar hammasini biladi shuni o'zini misol. Yana
bayqalqi Alloh taologa yolg'onni to'qisa qanday bo'lganligiga to'g'riliq nima qildik ashuna qo'sh oyatlar nihoyat ko'p Qur'oni Karimda kimki Allohga yolg'onni to'qisa u odam zulm o'ziga zulm qilgan bo'ladi degan oyatlar bor misol o'ziga zulm qildi degan nima desa yolg'on gapga insonlarni ergashtirdi undan keyin o'zi o'zim shu yo'lga minishga majbur qoladi shuning bilan bir tarafni o'ziga zulm qiladi bir tarafni yana boshqa insonlarga zulm qildi degan gap shuning uchun biz rostligi isbotlanmagan isbotlash mumkin bo'lmaydigan bundaq bir narsaning o'zigini oqisiga kirib bu payg'ambar alayhissalom degan so'zga deb ishonib bundaq o'zi qilish butunlay xato bir narsa shuning uchun hurmatli o'zi ko'rarmanlar hurmatli qarindoshlarimiz biz bu programmani boshlashni maqsadimizmi o'z zamonasida degan millatimizga bir foydasi bo'lsin millatimiz oldiga kelgan narsaning hammasiga ishonmasin ishonish tegishli narsaga ishonsin to'g'ri bir yo'lni tepib o'ziga va insonlikqa va o'z millatiga bir foyda yetkazadigan mush zulmdan qutuladigan bir yo'lni topsin degan maqsadda bu ishni qildik bizniki hech bir zaman bu ekranda so'zlab olib bizning oldida bir yuz obro'ga erishib olish bir niyatimiz yo'q zaten bu yuz obro'dan to'yib ketdik biz zaten shuning uchun bir narsani anlagan vaqtida mana palana mandaq deb degan vaqtda to'xtab turib shuni men o'zim ko'ray ko'rib u yerda nimalar deyilibdi undan keyin men uni bir narsa deydigan bir o'yga kelishimiz lozim qarasa qilib bu yerda bir narsa voy annani go'ydab uni tillab hokazo qilish qanday hojati yo'q mana bugun shu Qur'oni Karimniki to'planishi va uniki insoniyatga bo'lgan foydasi rivoyat hadislarning to'planishi va insoniyatga bo'lgan ziyni haqida to'xtalgan bo'ldik qolgan endi qolganiga savollar bo'lsa qo'limizdan kelishicha javob beramiz Abdulaziz birodar siz deysizlar men gap qilaman siz gap qilsizlar muavi oxirgi bir qancha sonini e'lon qilgandan keyin inkoslarda biroz uyg'unish yoki insonlarimizda biroz diqqat jalb qilish bo'lardi biz boshdan oyoq zaten xuddi hech yerda hech kim ko'ymasini ichiladigan guldek hech kim onglamasini sayraydigan qushdek o'zimizdan bilganini davom qilgan turdik davom qilyapmiz zaten ko'rmanga qarab turib ichilib ko'ymasa so'lshab qilgan bo'lsak bu mangmaydi haqiqat ekanligini bilganligimiz tushunganligimiz ishonganligimiz uchun izchil davom qilyapmiz bugun mana bu oxirgi programmadagi bir qancha muhim nuqtalar ularning diqqatini chekkan qarindoshlar orasida salbiy tillaydiganlar yani bo'lardi nodonlarcha ammo bir qism yiroq yaqindan biroz tafakkur qiladigan aqli uyg'oq irodasi yo'q insonlarimizni hali ko'p o'ttirib chiqib o'zligidan munozaralarga ovoz qo'shib savollar tashlab qilyapti shu munosabat bilan bugungi programmaga aloqador ba'zan savollar biroz ko'pkan men so'rab olmasligimiz mumkin vaqt e'tibori bilan ba'zilarini keyin qoldirishimiz mumkin uning uchun agar temadan chetlab ketgan bo'lib qolsa birlashib turib keyin qoldirsak temaning ichida bo'lib qolib qolsa javoblashga tirishsak misol hadislarning dastlabki shakllanishi yezilishi raviylarning mashhuriyatidan boshqa hadislarning rad qilinishini nima bilan bo'ldi degan bir savol bor edi bunga oldingi qatam javobda biz Qur'onni hadisni inkor qilgan narsaning Qur'on ekanligini o'tirib qo'ygandik buni olimga o'xshatishimiz shuni so'rabdi shunday bo'lsa yana qatam eskartish berayotgan bo'lsak hadislarni inkor qilgan bo'lsak hadislar inkor qilingan bo'lsa uningki payg'ambar alayhisalom zamonida cheklanib keyin yezilishi raviylarning o kadar mashhur ulug' odamlar bo'lishidan boshqa nimaga asoslanib turib biz uni din demaydigan bo'ldik o'sha yoqda yana bir qisqalab javob berib o'tgan bo'lsa ustoz din demasligimizniki eng birinchi asosi nima degan vaqtda Alloh taolo dinni faqat Qur'onni din deylik din Qur'onning ichidagi narsani Alloh taolo din deganligi uchun biz Qur'onning sirtidagi narsalarni din deya olmaymiz faqat uni baho bera olamiz baho berish qanday degan vaqtda u Qur'oni Karim to'g'ri keldiki u to'g'ri
u to'g'ri kelmaydi, xato deya olamiz. Faqat bu. Yani tatbiqlash orqali da. Endi bir şey yani to'liqlama savol bo'lsin. Endi Qur'ondagi ba'zi mazmunlar to'liq deyilmaydi. Masalan, namoz undan bilan o'xshash. Shuning uchun Qur'onning to'liqlamasi shakldagi tushuntirish, izohat yoki iddialarga nisbatan deydiganlar bo'lsa, olsak. Qur'onda namoz to'liq tushuntirilmaydi degan gapning o'zi butunlay asossiz. Bizniki namoz degan bir bobimiz bor. Salat degan, yani namozmi yoki shunday bir bob bor, qancha nimaki. Shuni butunlay ko'rib chiqsa, namozniki qancha vaqt, qancha rakat, uniki rakat sonidan tortib hamma ashada uch bayon qilingan. Bu yerda hech qanday bir mujmallik yo'q. Ammo bu bir masala. Ikkinchi bir masala, hech qanday bir rivoyatda namoz Qur'ondagidek uchiq undaq bayon qilingan emas. Agar Qur'ondagidek uchiq bayon qilingan bir rivoyat bor desa, men hozir bizga evasli bo'ladi. Men sahifasini o'qigan bir odam. Hozirgachilik o'sha salat bobiga kelgan vaqtning o'zida namozni Qur'ondagidek bundaq bayon qilgan bir talmi rivoyat topolmaymiz. Buni kim nereden o'gindi o vaqtda degan vaqtda, uni faqatla fiqhdan o'gindi. Bu fiqhdagi narsa nima degan vaqtda, bu shu keyingi zamonlarda Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan narsalar, bu nimalarniki Makka mushriklarniki payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burun qilib kelgan namozniki shu rakat sonlariga asosan nima qilingan narsalar. Misol, o'rlashtirilgan narsalar. Yana Makka mushriklarniki nemisini tarixini o'qisa bilalaydi. Bomdat namoz 2 rakat, peshim 2 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xuftam 4 rakat degan kechida tahajjud namozi va chashka namozlari bor ularniki. Yahudlarning mashtaq. Masalan. Ashlarni kirgan narsalar bu butunlaylar. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda unda desak, nurg'un odamlarning naraydi kerakdan bu gapning o'zi 3 vaqt namoz o'qib ketgan asrlardan buyon 3 vaqt namoz o'qib ketgan shiyalar var misol. Biz o namozni Qur'onda 3 vaqtga biz topqinimiz bu 3 vaqt. Agar 5 vaqt ekanligini topalaydigan odam bo'lsa topsin qani. Qayerda var shu 5 vaqt? 5 tal namozning etini bitib baqsin. Biz Qur'onni necha qatim ko'rib chiqib, faqat 3 tal namozning etini ko'rdik, topdik. Ammo hech bir zaman 5 tal namozning etini topolmadik. Qur'onda o 5 namozning eti yo'q-ku, u vaqtda 5 namoz bo'lmagan, 5 namozni hadisni o'rganimiz deyish bu xato. Nima uchun degan vaqtda? Sen Qur'onda bo'lmagan narsani din nomida qilishing tamoman xato narsa. Qur'onda yo'q narsa bo'lsa, uni sen qilma. Alloh taolo o'zini hisob olmaydi uni. O'zi Qur'onda yo'q-ku, buni Qur'onda bo'lmaganiga men hadisni deb qilma deyishing o din emas o. O dinga bir yamoq-yamog'ini. Qur'oni Karim to'liqlashga ehtiyoj yo'qligi haqidagi programmada yani bu mazmunda to'liq javob berilgan. Shundan o'smi savolga asosan javoblab qo'ydik. Endi bu hadisning bir talmi bir varaq orijinali yo'q degan iddia bo'lallar. Uning nisbatan inkas rayonidagi Ilanning inkas rayoniga bir qanchamiz rasmiy yo'llab qo'yibdi ekan. Qarab boqqan bo'lsak, mana rasmda buningki shu hadis ekanligini deydi ekan. Bu vaqtda bir narsa ko'ylimi yoki izlanib boqamlar. Yo'q, men shu izlangan. Men izlanib shu hadisniki bu ba'da undaq narsalar, lekin u shu bir undaq matbuot yozgan narsalarning o'zi deganda Qur'onni mana yozib qo'ygan. Men bayatin O'sha hadisga ben bayatin degan gapning ichida mana dedim ben Fuat Sezgin Türkiye'den ketken Germaniyaga. Germaniyada bir üniversiteninki maxsus şu Mişalik odamninki doktorluk ünvanı tez konusu nima ekan deseler dissertatsiyaning Buxariyning qaynaqlari Türkçesinde biray. O adamning ismi Fuat Sezgin. Ashu doktorluk tadqiqotida tadqiq qilib Buxariyninki asli birinchi qo'l manbasini topolmagan. Hech qanday asar yo'q to'g'rilik uchun. Isbot yo'q. Ashundan doktorluk ünvanına erişken. Doktorluk ünvanını asarlıkçı bermeydi. Onun için bu adam yine Germaniyada yine şu
İslam ilim-fen tarihininki yani İslam dinkinki ilim-fen tarihi toğruluk kitaplarını yazıp 20 cilt kitap yazıqılıq. En köp tədqiqa edem. Aşu Müslümanların ilim-fen tarihi qalaqçı. O adam tügep ketdi. Ama bu adamınki nimisi var? Gülxanı Parkı'da, Topkapı Sarayı'nın yan tarafında Gülxanı Parkı'da yaman çıraylık güller eşlediğin bir bağçı var. Ama şu bağçının o sol tarafında müziği var adamınki. Bu sezgin İslam bilim fen teknik nimisi var da bir müziği var. Aşağıdamın özü pul çıkarıp koğan müziği. Aşağıdam asaret kadar bak. Lakin bu adamınki şu ispatlap çıkan neresi doktorluk ünvanında Bukhari'nin asli mənbəsini tapanmagan kol yazmanı için. Aşağıdan doktorluk makalası hep okutuldu karşı. Şunu eskertip koy. Bayağı isim geldi. Onundaki men kitabın özünü meni de şu kitap var ki Peki ismini? bu usul fikri bu. Usul Şaşi'deydi, usul fikri. Bu kitaptaki şu nemesinin özde El-Emelu bil-Haber degan özü mevzusu var. Bununki asli birinci nemesi ravayet hadislerini nem kıldı mana. Şu usul fiqhinin özüne mesela bunu da usul Şaşi olsun, usul Nurul Envar olsun, Tevzi olsun, aşın hemisi var şu nemede bunun nemde degan vaqtda ravayetini tilga olib Peygamber Aleyhisselam bunda degende teksuru lekumul ahadisu ba'di feiza ruwiya lekum anni hadisun fa'arizuhu ala kitabillah fema vafaqa faqbaluhu ve ma khalafa farudduhu degan bir ravayet var. Muşun yazıdı. Bu Peygamber Aleyhisselam degen bolsun demgen bolsun ama halkı biraz nimge ameliyat uygun bir ravayet. Peygamber Aleyhisselam menindeki nurgul ravayetler payda boldu. Bu ravayetler payda bolsa onun özüne sizler Kur'an-ı Kerim'e toğrulap görünglar. Eğer Kur'an toğru kelse toğru kelmesçe onu red kılanglar degan ravayet endi. Muşunu mollunun hemmesi deydi. Hemmesi okuydu. Muşu biraz okugan, mesela usul okugan insanlarniki hemmesi bildi muşunun özüne. Muş kitabını okuydu, muş usul Şaşini okuydu. Hem de Nurul Envar ya ki biz okuydu. Muş aşı usul fikhi kitaplarının hemmesi de var. Hatta ki usul hadisten var bu kitap, bu ravayetler. Ama muş bir tal ravayetin özlük emel kısmı bu adamlar çok halcık nesik emel kan bu. Ama asla özü bula asla ravayet kim emel kılmaydı. Kur'an'a o asla ravayet emel kılmaydı bula hamdi. Bunda işte onun için bu yet nima dese kallısık kelgen nesini din kılır. Özünük havai heveslerinin özünü Kur'an-ı Kerim'de var bu doğru ayetler. Kimki özüneki öz arzusunu din tutsa degan to'g'riliq ayet var. O adamning xato bir ishini qilganligi shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'zimizni xiyoliga kelgan narsani din qilish butunlay xato. Endi bu yerda eng muhim oxirgi xulosa bo'lgan bir jumla so'zni o'zini unutib ketdimanda. Qur'on nimaga boradi degan vaqtda Qur'onniki asosi nima qurilgan? Misol, nimani asos qilgan Qur'on degan vaqtda Qur'on ilmni asos qilgan, o'qishni asos qilgan. Misolda Qur'on uning uchun birinchi qatam tushgan oyatning o'zida iqra, ya'ni o'qu degan o'zi oyatni nima qilish orqali oxirisida allaman inson ma'lam ya'lam degan oyatni xulosalaydi. O'qishdan insonlar bilishning o'zini, ya'ni bilim olish lozimligini Qur'oni Karim birinchi o'rin qo'ydi. Demak, Qur'oni Karim islomdagi asos prinsipi asosan, Qur'oni Karimga asosan İslam insanların özüne bilim erişke boruydu. Ravayet edisidir ki o hem de. Diğer vakitte ibadet kılışka boruydu. İbadetin özüne ötkendik, ibadet babıda bunu toxtaldık. İbadetin terakki kılışkan millet müşrik öptügeydi. Çünkü ibadet terakki kılışkan sırı özü şefaat tutu, misal
Özüge alimlarni nim qiladi, uni qiladi, buni qildi, ashtaq qilib, Xudoning yeniga boshqa ilohlarning o'zini paydo qilish orqali mushrik bo'lib tugaydi. O insonlar tamoman vayron bo'lgan gap. Alloh taolo uning uchun nima deydi? Siz inson qutulish uchun inson bilim o'qish kerak. O'rganish kerak bir narsaning o'zini. Bilimli insonlar o'zini qutqiza oladi. Masalan, g'arb dunyosini o'z vaqtida biz musulmonlardek shundaq ig'ir patqa qilib ketib ketgan, hatto bir o'chim Osmonlidan tayoqni yeb yurgan, shundaq bir zamonlar bo'lgan ekan. Bular nima uchun buni qutulib hozirgi zamonga keldi degan vaqtda, shu xurofotni tashlab, ular ibodatni tashlab turib, ibodatni ham o'zi ibodat tashla deganlik emas, buning o'zi faqat farz qilgan ibodatni qilish lozim. Nafl ibodat va kaza degan uni 5 patman narsani o keltirilish hech qanday hojat yo'q. Farz qilinganni qilish lozim. Uning sirtidigini o'rniga bilim egallash lozim, pul tepish lozim, pul tep boshqa insonlarga yordam qilish lozim. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda rivoyat dini insonlarning o'zini nimaga boruydi desa, ibodat qilish, ibodatga borish orqali uning o'zini dindan chiqarishga asos soladi. Hozirgi insonlarga misol shafaat to'g'riliq nuqsa hammasi shafaat, payg'ambar ham shafaat qildi deydi. Payg'ambar alayhisalom Allohning yeniga apirib mushrik bo'lib ketdi misol. Bu oxirgi apirib insonlarni mushrik qildi. Qur'oni Karim desa ilmni asos qiladi. Buning o'zini biz yaxshi bilib olishimiz kerak. O'z vaqtida payg'ambar alayhisalom zamonasida ilmga ahamiyat berganligi uchun bu vaqtdagi musulmonlar dunyoda madaniyat insonlar qatoriga kirgan va insoniyatni qutqazgan. Endi qachonki Qur'on tashlab qo'yib, rivoyatga ergashdik, biz mag'lub bo'ldik. Zaten shu Isa alayhisalom 300 yil keyin yozilgan rivoyatga ergashganligi uchun bu nimalarmi, Yahud nasaralimi, ashta mag'lub bo'lib ketishlik, keyin ashni tashlagandan keyin bu g'alabaga erishishlik. Onun uchun bu bir tajriba. Bunu biz bilib olishimiz lozim. Xo'sh. Fuat Sezgin'ninki Buxori'nin kaynakları kitabını ulanımız İbadət Fədim Əhmədcan çıktı basıldı. Ne yolladım, dikkat kılamadım. Facebook Messenger'ı yolladım. Okey, ben kalayım. Tamam. Endi bu g'arbda yoki nimadir doktorlik unvoni berganlar yoki boshqa shaklda bermaydi. Bergan bo'lsa, o doktorlikni og'dira olsa, yana bir doktorlik unvoniga erishib ketish mumkin. Do'stlarimiz tirishib baqsi bo'ldi. Menimcha o masala mishat to'xtasin. Biz keyingi savolga o'taylik. Hadisni inkor qilguvchi o'lcham Qur'on deyilyaptimi? Qur'onga tashabbus qilguvchilarni hadis inkorchilik bilan ayblayotganlar qilayotgan da'vosi bilan Qur'onni inkor qilyapti. Masalaning bu tarafi haqida qanday tavsiyalar bor? Bu butunlay tuhmat. Qora yuzlik bu. Bir inson Qur'onga tashabbus qilishi, hadisga ishongani olmaydi, uni tashlag'ini deganning o'zi Qur'onni tashlayotgan degan gap chiqmaydi uning ichidan. Biz Qur'onga eslamay, anıga eslamay, Peygamber Aleyhisselam anıdı, mantıda Peygamber Aleyhisselam qıqallık enik olmagan narsani Peygamberge çaplaş arqılıq, Peygamberge zulüm qılmasdan sizlar. Ma'u Allah esilsan muşnuğa sen necat tapsın degan ma'noga esil. Peygamber aşnaga esilgan. Dedik. Nurg'unlar shu nimadir deb keldik. Peygamber nemaga esilgan bo'lsa, biz shuni eslishimiz lozim. Qur'oni Karimda ittabi ma yuha ilayka va la tattabi ahwaahum degan o'zi oyatlar var misol. Ularning arzusiga ergashmay, sen Allah sana vahiy qilgan narsaga ergash deydi. Peygamber Allah vahiy qilgan Qur'oni Karimga ergashdi, g'alaba qildi. Allah bizni nima deydi degan vaqtda bizni shu Qur'onga ergashishga buyurdi. Buning uchun biz Peygamber qasi buloqdan suv ichgan bo'lsa, bizmi shu buloqdan suv ichishga Alloh taolo bizni buyuradi degan gap. Buning uchun biz bu yerda Qur'onga ergashishimiz deganligimizdan o Peygamberni inkor qiladigan yoki undaq bir narsa hargiz chiqmaydi, uni chiqargan odamlar faqat pishni pasat terish uchun chiqargan bir pishni xo'ladi. Tamam. Aslında bizim ismimizni Kur'ancılar deb qo'yaylik. Onundan keyin beşida hadis inkarchilar dedi. Onundan keyin Qur'on inkarchilari dedi. Bilmoqchi. Yine başka narsalar deyishi mumkin. Ama bizim ismimiz Qur'ondagi ismimiz musulmonchi. Albatta.
Şununla dikkat kısa oldu olaçı. Anlaş Müslüman Hmm. degan ismini Allah bergen bizgiço. Erkanda Allah'ın kitabıga işindigan aşu 5 iman bak Kur'an-ı Kerim 6-cısı bulup ketip edilir. Aşının iman etme edemler hem diço. Şu Müslüman dep Allah itiraf kılalıço. Hem bula itiraf kılmaydı. Çünkü dinni bula özlerinin dini kılıp algatço. Özleri bir dünyası bakışta o dinin ilgisi bula. Biz Allah'ın dininin nimeleri üçü diço. Şuna bu cihatte mi dikkat kılıştırını ümit kılımız kırındaşlarınki. Okey. Hem de yapılaydı işte Yamanbek edemninki hazır ma bir hafta yankısı Xoda kıyamet qayım bolup gitgendekle bir işlep ketdi. Ma baytan qarasam bir patvany çıkarıp qoyapty. Bu yerде mening ismim yok. Mening resmim yokçu. Siz işkelerning resmini çıkarıp bu zındıklardan agah bulunlar depti. En ahırda bularga hergiz yakın yönümanglar depçi. Aşında bir yazıp kaptım. Tushuntiryapti tamam to'g'risida. Asli anaqa bular zindiq u deb oxirichi murtad deganni qiliqlab asli bular haqiqiy novchi bo'lsa o'zini osh diniga ishonsa murtadni o'ltirish vojibchu bularni mesela ashu paytvanim bersin aqsqichu mushu ikki odamni meni vaqt eshagini qilsam nami meni ishqi zindiq nima debchi ko'nglim berim bo'lib qoldi murtad deb bularni o'ltirish vojib bizning shariatimizda deb üzün tamıqsı besip petvanı çıkarsın. İmamlarıma 72 mollamlarıma özünün koğan aşı nimeti imamlar berdik mi? Ölümalar berdik idi mi? Aşı petvanı çıkarsın özünün dini boyunca. Hakiki şu dinge işensin. Onu degen körüle. Del Vaqtda mush mazmunda bir savol bor. Neyla? O gapni hujjat bilan oldimiz kelinmaykan, men pisiltab gapda aqtid ekan. Qiynoqlar bo'ldi, falan bakın degan gaplarni chiqaribchi. Şu alıp yakın yüzü bağlı dep. Biz bu programının nimisini tushunmay, vaqtini qarindoshlar vaqtini olmaydi. O'limalar to'g'risida gap so'z bo'lganda, o'limalar birlikka kelgan, jumhur o'limalarning hukmi bilan, ittifoq bilan dedigan iddialar haqida nima deymiz? deb bir savol bor. Yani şular ittifaqlashib Endi turib men mushto'g'irlik menik o'lim jumhur o'lmoniki ittifoqi bilan birligi bilan ma'nasi halol ma'nasi harom deyish butunlay xato. Chunki uni bir narsani halol bir narsani halolligini bir narsa harom bo'lishini o'limo belgilamaydi, payg'ambar belgilamaydi. Uni Alloh belgilaylik. U huquqni hech kim bermaydi Alloh taolo. Shuning uchun yuqorida biz dedik, Qur'oni Karim deydi, nima ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب deydi. Sizlar tilingni ko'ndirib olgan bir qoida bo'yicha yana o'zingizga shu oti bo'yicha tilingni ko'ndirib olib ma halol ma harom degan gapni sizlar davomol deydi. Alloh taolo yolg'onni to'qib deydi-da. U halol haromning o'zini nima qildi desa Alloh taolo o'zi oyatda belgilab. Uning uchun men uni belgilab qo'ydim deylik Qur'onda. Nima qilsa hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir deb tamamda. Shuni qarasaqlar u yerdagi halol haromni shu yerda topamiz degan gap. U yerda amtahun semtahun bir bo'lib biz o'lima biz anas halol manas harom. Uningga oyatni keltirish kerak. Ma oyatda mush narsa harom debdi, uning uchun bu narsa harom deb oyat tayinish kerak bu narsa. Emtahun semtahun o o'limalar birlashib ma'nasi harom deydiganga hech qanday huquqim yo'q, haqqim yo'q, hatto salohiyatim yo'q unday odamniki. Ashgamni qilgan bo'lsa o'lima bo'lgan odamlar, uniki hech bir zaman o'limalik salohiyati yo'q uniki. O'lima bo'lgan odam u o'ziniki o'rnini bilish kerak, o'zining haddini bilish kerak bu odamlar. Tamam. Tilke hududullah deb neçede çıkdı. Tilke hududullah ve men yeta'adda hududallahi faqat zalama nafsi. Xo'sh, Qur'onga tayinish masalasi haqida Qur'onchilar bilan nom bilan atalgan Qur'onchilarning turlari hali bor ekan. Qaysiga ergashish to'g'risida
suallar. Bu Bu yerda bu menga biroz uchinchi xilda. biroz bu murakkab bir masala. Chunki nima degan vaqtda hozir Qur'onchi biz deyotgan insonlarmi og'zi Qur'onchi bo'lgan insonlar jiqyotdi. Amaliyotda Qur'on nima degan bo'lsa, mushundaq deb uningga andaq qariy olganlar oz bo'ladi. Shuning uchun Qur'onchi bo'lish u faqatla Qur'onnidagi narsalarni e'tirof qilish va shuni amal qilishdan boshlandi degan gap. Buni amal qila olsak, u vaqtda rasmiy Qur'onchi bo'la olamiz. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala hozirgi vaqtda misol meningda mana bir qancha tarjimalar bor. Mana bu nimaniki Mehmet Yusuf Qarimning tarjimasi bor. Bu tarjimalarniki men burungi vaqtda Qur'onda Qur'on to'g'ri to'xtalgan vaqtda degan bu tarjimalar inson ana Uyg'urlar uchun aytgan vaqtda Uyg'urlarniki to'liq xalqi nemisning o'zini qanoat qildigidek darajada tarjima qilingan narsa emas. Men bu to'g'riliq bir qism shu arabcha bildiganlar bilan bir paranglashgan yerim bordi. Bir o'ltirib, bir ish kuchlardan birlikda o'ltirib, mashina o'zini eng oz bo'lsa, bir xalq to'g'ri foydalanadigan holatda bir holatga kelishimiz kerak buni debchi. Hamda shu kitobdan bir qism foydani ola oladi. Va lekin u yerda nurg'unlagan narsa xato mazhabga andaq qilqi bo'ysundirib turib tarjima qilingan bo'lg'achqa nurg'un yerda xato tarjima qilingan yer bor. Yana Mehmet Damollamning nurg'un yerda tirnoq ichida nima yozgan yerlari bor. Shu tirnoq ichidagi yerda jiq yer xato narsalar bor. Chunki u mazhabga bo'ysundirib tarjima qilgandan keyin o'zini undaq ma'no chiqmaydi. U ma'noni qo'shishdan tirnoqni ichiga oldigan gap uni. Bu en xatarlik yeri onu o'qiganlar tırnaqning sirtidagi asli mazmunni emas, tırnaqning ichiga esilib iniqga mushu debchi anaqa. Shuni nima ish vakinchi. Bu eng xatarlikda bu ish. To'g'ri. Chunki ularniki tarixdan bu o'ginib kelgan din tırnaqning ichidagi narsalar-chi. Anda bo'lgandan keyin ashuni ko'ngli tatidi bularniki. Tamam. Okay. İnşallah özlerininki Kur'an tercümelerini ve meyalarını küremiz he. İnşallah. Bunun müstakasılık bir yardım gerek herhalde. İnşallah. Bir kardeşimiz tavsiye edip iki ayetini yollab ko'pda chiqarib qo'ydim. Olmasa. Savollar biraz ko'p ama Qur'onga ham tayandiq degan masalada Qur'onda namozga aloqador ba'zi mazmunlar to'liq tafsil bo'lmaganligini deb kelib, juma namozi o'qish haqida buyruq bor. Juma namozi qanday o'qilganligi haqida mazmun yo'q. Bu vaqtda agar Kirim ustoz degandek Allohni eslash bo'lsa, agar bu chog'dagi mazmun ularning yig'ilib so'zlashayotgan yoki juma namozi o'qiyotganligini qanday bilamiz degan bir savol. Bu yerda masalan o namozniki ba'zan yerlarda boyaqi degandek hamkorlashish, yordam qilish degan ma'nolar bo'lsa, ba'zi yerlarda duo degan ma'no chiqadi, ba'zi yerda namoz o'zimi chiqadi. Namoz asosan salat kelimasi bilan ifodalangan yeri bak oz. Bir yerda aqimis salata li zikri degan oyat bor. Bu yerdagi nimaning o'zi, bu yerdagi salatning o'zi asosan mana ruku secde qilgan bir salat emas. Bu Allah Teala'nınki şu kitabını o'qish orqali Allah Teala'nın tavsiyalarini, Allah Teala'nın buyruqlarini o'zining xotirasiga elayotganligini o'zi bayon qiladi. Yoki bu yerda Alloh'niki kalamını anglayotganligini bayon qiladi. Boshqa yerda asosan namoz bobiga kelgan vaqt namoz asosan zikr to'g'riliq keladi. Zikr deganning o'zi endi şu namazın babıda nayet eniq to'xtaldik, bunga rakat sonlari hammasini ashuna eniq borchi. Şu qarindoshimiz şu o'zimizniki nemasidan salat degan babga kirib, shu yerda ko'rsa, shuniki qancha rakat, qancha vaqt, u namozning ismi nima? Shuni tatib hammasi eniq shu yerda bor. Ammo buni hozir so'zlasak yana 1 soat ketadi bu yerda. Tamam. Namaz ve net namazga aloqador mazmun bu Qur'ondan nazar programının 22. 23
3. iki sanda deyilipdi. Şu yerden körvas bulduk arkadaşlar. He. Cuma namazı dep namaz yok mu? Cuma günü namazga çakırılsanla dep ba. He. Şuna mı ya? Cuma namazı degan namoz yo'q. Cuma kuni namoz chaqirilsa degan juma kuni o'qilgan peshim deydi u yerda. He şu. He. Cuma kuni degandan o'zi ham jamoat yig'ilgan kunisi, jamoat bilan birga o'qigan peshimni deydi. Xo'sh. Hozirga qadar mana bu hadisni bizningki ziyon tortishimizga, vayron bo'lishimizga sabab bo'lgan shakldagi fikr tushunchaga moyilligimiz bo'lganligini bildirib keldik. Va dinning to'g'ri bo'lmaganligi tufaylidan musulmonlar nimizninki, musulmonlar olimininki chekinganligini iddia o'tirib qo'ydik hisobda. Ammo mesela kalığı çoğunluğa mendiyallar ateşperestlik kılayotgan bazı hususiyatlarga o'xshash ba'zan millatlar boshqa g'alab dinda turib, odamlar aqlanmaydigan dinlarda turib, yana dunyoninki taraqqiy qilgan nimalarda tang ketayotgan, saviyaga ketayotgan, bizdek halok bo'lib ketmagan shaklda hayotlikni davom qilayotganlar bor. Bu vaqtda qanday tushunimiz yomon. Din insonninki nimisini taraqqiy qilishi qilmasligini cheklaydigan yoki to'sadigan narsa emas deydigan fikr bor. Buningga bir izoh maslari. Bu yerda masalan kalg'ich o'qindigan, bo'tqicha o'qindiganlarniki nimasida buningdan 1400 yil burungi bir zamonga tatbiqlaydigan, u zamonni tashviq qiladigan bir narsasi yo'q. Uninga ishinib qo'ygan bilan u insonlar qolgan ishining o'zini hozirgi zamonning ilm bilan o'tkazadi misol. Buddistlarning o'zi mana shunday. Bu yerda biz hozir eng oxirgi qilib qolgan qaloq desak nima hamda shunday eng oxirgi qolgan insonlar hozirgi vaqtda shu ahli sunna val jamoa bo'lib qoldiqliq. Nima degan vaqtda bular buningdan 1400 yil burungi bir zamonga insonlarni targ'ib qiladi misol. Shu rivoyat hadislarning hammasi buni 1400 yil burungi zamonga targ'ib qilgan bir narsa. Hech bir zaman hozirgi zamondagi ilmni o'qing demaydi. Misol biz Turkiyaga borsak, hozir Turkiya emas, shu Yevropada bo'lishi mumkin. Bolalarni mana shunday xalqi diniy maktabda o'qitamiz deb, bolalarga Qur'on yodlatayotgan ayndaq ishlar bor. Tamam-da, uni biroz yodilsin ma'qul. 15-20 sura bir par yodilsin. Lekin u Qur'onni yodlab olish, u ilm emas u narsa. U Qur'onni yodlab olgan odam men ilm o'qidim degan qatorga kirib bo'lmaydi. U hech narsa bilmaydigan bir odam. Xuddi biz vatanga vaqtida maktabda o'qigan vaqtda do'mpanxo tayyor deb hech nima bilmaymiz. Xitoycha bir she'r va she'rni o'rganganda bir narsa u hech qanday uniki o'zi uning hech qanday huzurlanmaydi. Ammo uning ichidagi ma'nosini bilish kerak bu yerda. Ma'nosiga amal qilish kerak. Alloh taoloniki bizga bo'rayotgan narsa nima desa, uni yodlanish emas. Bu Qur'oni Karim buyurgan ishlarni qilish bu yerdagi narsa. Alloh taolo yo'l qo'ygan ilmlarni o'rganish. Alloh taolo butun insoniyatga kerak bo'lgan butun ilmlarni o'rganishning o'zini buyruqliq. Faqat bu yerda uni qo'ygan cheklama nima desa, insoniyatlik va boshqa narsalarga ziyniq ishlatmaslik o'zi ilmning o'zini. Cheklim bu, ya'ni. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda bizga o'lqi 1400 yil burungi zamonga mansub bo'lgan o rivoyat 6 kitob hozir 9ga chiqibdi. O narsalarni, o fiqhni o'qitib, insonni 15-16 yosh, 20 yoshga akravotsa o bolani, undan o maktabda o'qib hech qanday natija qozonmaydi. Demakki, inson faqat bir hikoya o'qib, hech qanday bir o'zi insonning hayotida inson asqatmaydigan bir hikoyani o'qib, hayotini behuda o'tkazayotgan qatoriga kirdi. Bu odamlar isrofxo'r insonlar deyishga bo'lgan gap. Shuning uchun nima degan vaqtda biz Qur'oni Karim bizni buyurgan shaklda biz hozirgi zamonda yashayotganligimizni bilishimiz lozim. Hozirgi zamonga loyiq inson bo'lish lozimligimizni bilishimiz lozim. Biz hozirgi zamonga loyiq inson bo'lishimiz uchun hozirgi zamonni tushunishimiz va hozirgi zamondagi ilm-fanni o'rganishimiz lozim. Mana shu vaqtda biz hozirgi zamonga loyiq inson bo'la olamiz degan gap. Qur'on buni buyuradi degan gap yani. Biz hech bir zaman o 1400 yil burungi hikoyani o'qish orqali biz hozirgi zamonga loyiq inson bo'la olmaymiz. Yeni birisiga
İki sual Ben bir, kaldı. Şunu sorup ha? ben bir sual sorup olay. Başkalardan Hı hı. baş WhatsApp gruplardan bağımdı. Keşke sile Kur'anlı deydi kensile. Bu vatan demeyse demişka. O vatan desen olmamdı, müstakallık desen olmamdı depçi. Yani keşke şu gapni desek bolgan okşaydı. Nimiş koy gapni jek demeyse, Kur'an'ı jek dep alasızlar deydi. Muşunday bir cevap bersizler ustaz. Biz birinchi qatim shu yo'lga chiqqan vaqtida millatimiz bayalqi o'sha gapni orasi chiqdi. O'z milliy kimligini saqlash. Qur'on buyurgan narsa bu. O'zining haq-huquqining o'zini qo'g'dash, uni o'zi agar boshqa tortib olgan bo'lsa, uni elish. Hozirgi vaqtda masalan, haq-huquq masalasi desa, balki odatli bir narsa hisoblaydi. Haq-huquqning ichida o'ziniki odatli haq-huquqdan boshlab vatandan tortib hammasi insonning haqqi, huquqi degan gap. Aşının hemmesi için köreş kılış, bu Kur'an-ı Kerim gösterken yoluyla mağırgan neresi bu. Kur'an aşı boruydu. Her insan başka insanın hakkına, hukuku tecavüz kılmaslık. Ama özünü geçiyor diye vakti, özünü hem tecavüz kıldırmaslık. Eğer biz Kur'an'a işengen vakti, Kur'an'a egeşken vakti, özümüzün milli kimligimizge kaytış, milli ruhumuzga kaytış ve özümüzdeki vatini millet için köreş kılış gibi boruygan neresi bu. Onun için peygamberlerin hepsini kıldı diye vakti, Musa aleyhisselam Mısır tug'ilgan bir adam. Beni İsrail başlap nima uchun Falastin qaytib keldi o? Chunki vatanni ozod qilish, u vatan deganning o'zi bir millatniki borligi degan gap. U millatniki madaniyati, urf-odat, tarixi, tili, yezig'i butun borligi shu vatanning ichida bo'lgan narsa. Vatanni ketib qo'y degan gapning o'zi nima degan vaqtda borliq ketdi degan gap, hatto dinimi ketdi degan gap. Uning uchun bu hattoki dindimi yuqori o'rin turadigan narsa bu vatanning o'zi. Bu yerda desak bu nurg'un insonlar meni magoyning o'zi andoq bo'ldi, mandoq bo'ldi deydi. Qarab baqila hozir qani bizni vatanga. Vatan qo'ldan ketganligi uchun Xitoy u vatan tatib olganligi uchun men musulmon degan odamni o'ltiryapti hozir vaqtda. Agar bizni vatanimiz mustaqil bo'lsa-chi, uni mustaqil tutib turgan bo'lsak-chi, u vaqtda o'zimizning dinim bo'lgan bo'ladi, dinimiz erkin amal qila olgan bo'lardik, meyitlarimiz çekilmagan bo'lardi, diniy olimlarimiz o'ltirilmagan bo'lardi, Qur'onlarimiz ko'ydirilmagan bo'lardi. Mushlar narsalarning hammasiniki shu Xitoyniki ishlarni qilishning hammasi tub sababi nari degan vaqtda vatanni qo'ldan ketkizib qo'yish. Vatanni qo'ldan ketkizib qo'yganligimizniki tub sababi nari degan vaqtda biz o'zimizga ishonmay Arabga ishonganlik. Misol biz shu islomni qabul qilishdan burun Uyg'urlar bir haqiqatdan mustamlika qilib qolgan bir yer bormi? Yo'q, hech qanday bir yerda. Nima uchun bu islomni qabul qilgandan keyin biz mustamlika qilib qoldik? Biz o'zimizni kallasini Arabga ijaraga berdik biz. Uning uchun biz bu holga tushib qoldik. Biz o'zimizniki kallasini ishiltib, payg'ambar alayhisalom o atrofidagi insonlarni o'zining dushmanining o'zini dushman tutganki, buning asosan bizning dushmanimizmi Xitoyga deganning o'zini biz bila olgan bo'lsak, Xitoyga qarshi kurash qilishning o'zini, uning qarta planlarimizni tuzishning o'zini bilgan bo'lsak, bu vaqtda biz bundaq mustamlika qilmaymiz. Uning uchun bizniki tub maqsadimiz nima degan vaqtda tub maqsadimiz vatan millatni qutqizish uchun biz birinchi o'zimizni Arabning dinidan qutqizishimiz lozim. Arab cho'qinishdan qutqizishimiz lozim. Arab bo'lishdan qutqizishimiz lozim. Biz Uyg'ur bo'lishimiz lozim. Uyg'ur ruhi bo'lishimiz lozim bizda. Uyg'ur o'zi kimligi bo'lish lozim. Bundan keyin biz Uyg'ur uchun, Uyg'urning vatani uchun kurash qila oladigan ruh tiklandi. Shu vaqtda biz nima degan vaqtda vatanni biz ozod qilamiz degan gap. Bizda bundaq bir ruh tiklanmay turib, birden boz Suriye'ye kaçırdı insanlarımız, birden boz Afganistan'a kaçırdı, birden boz Irak'a kaçırdı. Bunda kadar kadar ışıklı oldu misal. O kanda şekilde diyen vakitte o Allah'ın dini Kur'an-ı Kerim'de. Arap'ın dini şu hadislerde bak dinlersildi şu. Şunu da okutulaylı dep, şunu buna aldın katada devatımız, bunu en mühim noktaya koyuvatımız. Bunu koymakalı nimede adresi, vatan için güreş kısa, bizden bil pok, onun dikince, bizden bil göç kaynım kişi de, millet için güreş kıkallar, bizden bil binası depçi, aşınında milletin, vatandan tanıdığan, onun hatta İslami tırnak işi düşün, nimelerini ekildiğin mıyda haletke çilep, nurgun, işler beşimizde öttüğümde. Körep turatımızga. Şunun için bugün sözleşke bekrak
ehmiyet verişke mecbur olduk. Şunda mı hacım? Doğru. Yani şu en igiz şemet koru binalarımı çıkar çıkışlardan tutup çıkıdı şu. Şu vatanını kurtuluş için her birimiz aldığından özümüzü kurtuluşumuz gerek. Tabii. Bir kölünü toşkuzumuz desek, onun tişip çıkıvatkan, suyu keçivatkan yerlerini etmey durup, men su koysak, yani öyle bir yerden tatip eçkitidi o. Baka küçük getirgen gibi. Şuna okşaydıgan misallarında. Misal bu İki yerde sual kaldı. Hoş. ma bir nemini devatay. Misal Hı. Saudiya Arabistan'a öz zamanında 30-40 ming deydi rivayetler değil aşna özüme. 50 min dedi, 50 min tepede dedi. He, 50 mingdan yukarı insanlar mesela Uygurlar aşağı ketkenki. O Uygurlar aşağı durup hazırki vaktinin özünde bağırsak Uygur tapılanmaydı. Nima uchun degan vaqtda bir millatda milliy ruh o'lgandan keyin u millat yo'qoldi degan gap. U Arabni cho'ng bilish, Arab cho'qinish bizda nihoyat yuqori bo'lganligi uchun Arab bo'lib ketsak biz nihoyat nijot topamiz. Qiyomat kuni Allohning oldida u Arab degan alomat bir millat deb o'ltirib, ashtaq bo'lgandan keyin o'ziniki milliy urf-odat, tili, yeziq hamma narsani unutgandan keyin u millat ashada yo'q bo'lib ketdi hozirgi vaqtning o'zida. Bundaq ishlar nurg'un yerda yuz beriklik. Millat o'zining milliy ruhini yo'qotgan vaqtida u tabiiy holda yo'qolgan narsa. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu Qur'on her bir millat o'zining milliy ruhini tirildirish, milliy ruhi bilan yashash va boshqa millatga a'zo vermagan shart ostida o'zining milliy kimligi bilan yashashning o'zini va o'zining huquqi qo'ygan o'zining vatan millatining o'zini ozod qilish, ya'ni maqsad o'zimizni maqsadga kelgan vaqtda bundaq o'zining huquqiga sahib chiqish, ega chiqish lozimligini va boshqa odamning huquqiga tajovuz qilmaslikning o'zini buyuradigan bir kitob. Buning uchun biz huquq masalasiga kelgan vaqtda Qur'on shu so'zliqmi shu bobning o'zida besli bor. Huquq masalasi degan bobni ko'rsanglar bo'ladi. Bizning eng hozirgi vaqtdagi eng cho'ng huquqimizning birisi Uyg'ur milliy kimligimiz, yana birisi vatanimiz. Biz Uyg'ur milliy kimligimizning o'zini nihoyat mustahkam qilishimiz lozim. Uyg'ur ruhi bo'lgan vaqtda, u vaqtda vatanimiz uchun, millatimiz uchun kurash qilsak, huzurlangan bo'lamiz. Hozircha desa, bu yerga bir ishni qiladi, azroq qilgandan keyin shikoyat qiladi. Nima uchun desa, milliy ruh ojiz bo'lganligi uchun. Sinanda milliy ruh kuchli bo'lgan vaqtda, xalq nima desin, millating uchun, vataning uchun kurash qilganingga sen xush bo'lsa, men ashuni kurash qildim. Zat xalq nima desin, men o'zimning zot vazifasini nima qilishim kerak deb o'zingning vatan millat uchun qilgan ko'rishingdan sen huzur olasan. Shikoyat qilmaysan uning o'zini. Mana inson bu holatga kelish lozim. Xo'sh. Hadisler ayetlerini düşünüşki yardım kılıdı degan fikirdeki iddiadaki kardeşimizin birisi Kur'an'da Maide suresinde 38. ayet o'g'irlik qilganlarning qo'lini kesinglar degan so'z bor. Buyruq bor. Ammo bir inson kambag'allikdan nonni o'g'irlab yegan bo'lsa uning qo'lini kesamdoq. Programmada shunaqa tegishli qamoq jazosi berish kerak dedinglar. Ammo Qur'onda ochiq kesinglar deb tursa bu tilovat qilinglar emasmi? Sizlardan boshqa Qur'on yetarli deydigan, ammo sizlardan o'xshamagan holat tushunadigan insonlar bor. Hammasi o'zi xohish bo'lsa tushunib olsa to'g'rilamdi. Bizning bu savoliga hurmatim keldi, chunki bizning o'tib ketgan mazmundan bir narsani kesib chiqib, mana debsizlar deb so'rabdi. Izlanib turdi. Herhalde. Şunu bir to'g'ri. Buningga biz buni Paqtau aydiyahuma degan oyatdagi qat'iy kelimasining o'zini o'g'irning qo'lini kesish emas, o'g'irlikni jiroqlashtirish degan deb o'zi ma'no berishimizdagi maqsad nima degan vaqtda masalan Qur'oni Karimda Sur Yusufda Yusuf alayhissalomniki inisi podshohniki kamchisi o'g'ilganlik voqealigi bayon qilindi. Bayon qilingan vaqtda uniki jazosi nima degan vaqtda Yusuf alayhissalomning qarindoshlari kim bir o'g'illik qilgan bo'lsa, shu o'g'ilgan narsaniki barobarda uni tutib qilindi deb oyatda nim qildi qarindoshlari. Degandan keyin Alloh bo'lsa deb Yusuf alayhissalom qarindoshining o'zini tutib qoladi. Gerçi o halka yasalgan bir o'g'irlik bo'lsa-mu, ammo amaliyat o bir o'g'irlik qatoridagi narsa.
Onunla Yusuf Aleyhisselam qanday qildi degan vaqtda aslida uni zindonga solish kerak, ammo ja o'g'irlik qilganligi uchun uning o'zini nima qildi desa, qarindoshlaridan ep qoldi, ammo uni turmuqqa so'lamadi. Bu bir masala. İkinci bir masala, hiç bir peygamberlik tarixida, yani Qur'oni Karimda bayon qilingan payg'ambarning hech birisi bir tal o'g'rining qo'lini kesganlik haqida hech qanday bir oyat yo'q. Payg'ambar alayhisalom daxil unga. Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida hech bir insonning qo'lini kesganlik haqida hech qanday oyat yo'q. Bu nimani bildirdi desa, o'g'irlik bo'lmaganligini bildirmaydi, o'g'rining o'zini qo'lini kesmaganligini bildirgan narsa. Bundaqda oyat kesinglar degan so'zni tushunish emas. Paxta bu deganlik oyatda qo'lini emas, o qo'lini emas, o'g'irlik ma'nosi ashta. Qat'iy deganning o'zi kesishni bildirdi, jiroqlashtirishni bildirdi, uzishni bildirdi, misol. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi 3 xil ma'noniki birsiga ishlasak bo'ldi degan gap. O vaqtda butun o'zi payg'ambarniki Qur'oni Karimda bayon qilingan voqealarning hammasini aqtirib ko'rganimizda bir insonning qo'lini kesganlik voqeasi bo'lmadimi? Bo'lmagandan keyin demakki o'g'irlik qilgan inson bo'lmadi emas, o'g'rining qo'lini kesganlik voqea bo'lmadi degan gap bu. O'zining bolasi o'g'irlik qilib boqsa qanday qildi? Güzel. Ma oxirgi farqliq Qur'on haqida tushunayotgan, Qur'on yo'l ketayotganlarningki bir masala haqida o'xshamagan tushunchalarga ega ekanligi, orasidagi farqda qaysining yo'lidan tutish masalasi haqidagi tushunchaga nisbatan programmada ko'p qatam Kirim ustoz deb o'tib ketdi. Bizga yarashidig'ini aziz qarindoshlar, kitobinglarni ko'tarib akilib, may so'z mana deb ekansa, bu manda chiqibdi deb o'zaro hamkorlik bilan shu masalani hal qilish to'g'risida hamkorlashgan bo'lsa degan talabni qildim. Shart asli o'tib ketay. Bu yerda maqsadimiz millatning manfaatiga uyg'un shakldagi bir hukmni tepib chiqa olsak, o'sha manfaatlar bo'la olamiz deb o'ylayman. To'g'ri dedim ustoz. Ondan oxirgi so'zda bu birodarimiz yana debdiki, Al Imronning 103-oyatida bo'linmanglar deb buyruq bor. Ammo sizlar adam millat bo'lyapsizlar deb iddia qilibdi. Biz baştan başlap dep kelgan yerimiz shu, biz hech bir zaman bo'linish emas, millatni hattoki shu mavzuda to'xtalgan vaqtda beshit dedik, bir millatni bir davlat qurgan vaqtda insonlik davlati qurgan payg'ambar alayhissalom misol. Chunki Alloh taolo insonlik davlati qurish uchun yo'l qo'yganligi uchun. Shuning uchun bizning aramizda hozir misol musulmonlar orasida emas, musulmonlar orasidagi bo'linishlar emas, hattoki Uyg'urlar orasida boshqa dinga kirib ketgan insonlar bor. Xristian bo'lib ketgan insonlar va hech qanday dinga ishonmaydigan Uyg'urlar bor. Bu vaqtda biz buni qanday qilamiz degan vaqtda buniki yo'li biz diniy e'tiqod masalasining hammasini o'zimizning shaxsiy ish qatorida muomala qilishimiz lozim. Butun Uyg'urman degan insonlarning hammasi mayli qaysi dinga e'tiqod qilsin, qaysi mazhabga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, uning bilan birlashish orqali vatanning ozodligi haqida, o'zimizning erkinligi haqida biz o'xshash kurash qilish uchun bir safga tizila oladigan bir o'zi narsani o'tirg'a chiqarishimiz lozim. U vaqtda bizga hech qanday o'zi mazhab yoki diniy e'tiqod hech qanday to'sal olmaydi degan gap. Biz namoz o'qiydigan namozni o'qiyveramiz, o'qimaydiganlar o'qimayversin. Bu o'zining ishi. Uningki jazosini, savobini Alloh berdi qiyomat kunisi. Bu dunyoda hech kimning berish haqqi yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz buni o'tirib chiqishdimi, maqsadimiz butun Uyg'urlar, har qanday mazhab, har qanday diniy e'tiqod yoki e'tiqodsiz bo'lgan Uyg'urlarning hammasi vatan millat haqida Uyg'urlik degan bir chata ostida birga kelish yani. Shuning uchun o'zi gap qilyapmiz. Bir-birimizning ibodatiga bir-birimiz jazo berish haqqimiz ham huquqimiz yo'q. Xo'sh. Mash program boshlangan yog'i bizning naq maydonga program telefon qilib talab qilganlar az bo'ldi. 5'ida boshlanish qismida biroz bo'lsa-mu, biz bu yillab 30 yilga yaqin Kirim ustozningki mushu fikrda yolg'iz qolganligini endi 5'ine ko'taraydi aytganchada bo'ron chopqinning bak shiddat bilan bo'lib ketmasligi uchun oyab uchoq telefon qabul qilmadik. Darvaqa haqiqatni tanishimiz biroz Allohning rahmati bilan tanish iqtidorimiz bor ekan. Tanig'inimizni biz tushunib yetyapmiz, ko'ryapmiz. Ya'ni shuning uchun davom qilyapti programma.
Ondan keyin programmaga telefon qilganlar asosan yo'q bo'lgan. Bugun birisi telefon talab qildi. Savoli bormi, raddiyasi bormi bilmayman. Ammo so'z berganligim uchun bir telefon qaytarib o'tay, anadagi programma to'xtatsak. Rahmatdan ko'rayotgan qarindoshimiz bo'lsa, men rahmatdan telefon urdim. Ko'rayotgan programmani o'chirib turib, o'sha ovozga ergashgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Men Şivselik Erkin. Ha. Gap qilsak bo'ldi, rahmat. Özür dilerim. Çakça. Ma bu bir sualım battı. Şunu bir kardeşimizden ben kullanmasın o şu Facebook'taki. Ha. Uzun bir münazara qilishdan Uzun şunu bir sual qalğandım. Şunu men turlab bir so'rab olay deb shu bola uchun so'rab deb buyurdim. Şunu mayaqda bir gapni deyishgan topmi shu hadislarni bu bola sahih bo'lsinmi? Hozirgi zamanға mos kelmaydiganlarni qo'llanmasak bo'ldi deydi. Masalan, tugusidagi kasalligi davo bo'lgan to'g'riliq hadis hozirgi texnika isbotlabdi buni. Lekin endi uni yashiroq to'g'ri bo'lsa, shu to'g'rini his bo'ldi, tugusidagi ishmisin bo'ldi deb bunday qildi. Bunday tushundikanda, endi hisobda zamonga qarata u ba'zi hadislarni hozir qo'llanmasak bo'ldi deb bunday tushundikanda. Andan keyin buni endi hadisni rad qilganim yoki qandoqchagina u boshqa tema bormi? Shu birinchi savol. Andan keyin yana birisi o hadislarni bu bola shu oyatlarni tushunishimizga, masalan, bo'lib shu ba'zi oyatlar madaqlab to'qidilar deyildi. Uniki oq ko'rinishi qaysi işte buni bilmaymiz. Shunga shu hadislarga qarab tushunmasak bo'lmaydi deb bunda deyilganda, shunga qandoq buni biz qanday javob beramiz? Sizga rahmat. Birinchi savolning o'ziga endi u hadisni qo'llanishning zot xatoligini deb kelyapmiz. Qanday bir hadis bo'lishini qatnazar, u diniy nuqtadan qo'llanish butunlay xato. Arab tilidagi endi maqol tamsillari, cho'chaklarni o'qib chiqay desa, u vaqtda o'qib chiqsa bo'ldi. Lekin uni dinning ichiga akirish tamoman dinga zid keladigan bir narsa. Buniki javobim shu. Ikkinchisi nima dedi? Ikkinchisini bayatdan so'rab bo'lgan, ammo yana takror so'raldi. Oyatlarni tafsir qilib berganlik, tushuntirib bergan, to'liqlab bergan xarakterdagi bir savol bo'ldi. Yo'q, to'g'ri. Uningga oyatni tushunish uchun bir rivoyatga hech qanday ehtiyojimiz yo'q. Shaxsan mening hech qanday ehtiyojim yo'q hozirgi vaqtda. Uning uchun o'zi Qur'onni tushunish metodini bilsa, u hech qanday bir rivoyatga ehtiyoj tushmaydi. Chunki Qur'on tafsil bayon qilish jarayonlarida oldida bir ijmoliy holatda bir narsani deydi, oxirida uni tafsilotini deydi. Zaten oxirida keldi. Endi tafsilot ashta qilib, Summa Fussilat degan oyat ashnaga to'g'ri keldi. Ham inna alayna bayoni degan vaqtda bayon qilish, tushuntirish bu oyat deganda bir yerda masalan xatamallohu ala qulubihim va ala samihim va ala absarihim ghishavatun degan mush oyatning misol Alloh taolo uniki dilga pechat o'sat oqib degan mushtaq oyatning o'zini tushuntirilgan boshqa yer degan oyat bor. Alloh taolo o'sha odamniki mandaq qilayotganini ko'rdingmi? Anda degan oyat bor. Demak, bu boshqa yerda bayon qilish Qur'oni Karimda bir oyatni boshqa yerda yana uning shariy tushuncha o'xshash bir narsani berdi. Uni inson izlab tepish kerak. Yana mush oyatni Alloh taolo boshqa yer qanday tushuntirdi degan nuqta to'xtalgan vaqtda boshqa yerni mutlaqo topolaydi uni. Biz bayatın birisi misal qo'lni kesish, faqat qo'lni kesish degan oyatning o'zida o'zingizga ra'y qarta bunda deyapsiz deb deganda gap bo'ldi. Biz ra'yimiz qarta emas. Bu yerdagi butun Qur'oni Karimni oqtirib chiqqandan keyin qo'l kesish haqidagi hech qanday narsa bo'lmagandan keyin bu qo'l kesish emas, o'g'irlikni jiroqlashtirish degan ma'nodagi deb uningga umum mazmunga asosan uning o'zini biz deganimizning sababi bu. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karim bayon qilish shunday bayon qilindi. Shuning uchun bu arabcha biladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, buni Qur'oni Karim bayon qilishi, tafsiloti haqidagi nuqtalarni yaxshi tushunish kerak. Tushungandan keyin u boshqa hech qanday narsaga ehtiyoj kelmaydi zaten. Qur'on yana u qadar nima aniq bayon qilgan, tushuntirgan bir kitob.
Xo'sh. Ahmadcha yo'qolib ketdi-ku. Üzülüp ketken o'xshaydi debdimi, men qo'limdan tushib ketibman. Abdulaziz birodardan to'xtab ketdimi? Ha, balki. Undaqda to'xtatamda. Bo'ldi, to'xtaylik. Qolgan savollar bo'lsa, yezib qo'ysin. Andan keyin bizga agar javob bo'lmagan shu programmamizda chiqmaganlar bo'lsa, uni keyin qatim javoblaydi. Agar programma chiqqan bo'lsa, biz palani darsda bormi shu deb bersak bo'ldi. Shunaqa qildi. Men bugungi tema mana Qur'on bilan hadisning to'planish farqiga aloqador bo'lganligi uchun yoki shuni asos qildik. Birinchi mazmunda, ikkisi selishtirib shakldagi mazmunda. Mana bu programmaga kerak kelgan qarindoshlarimiz takror bir savolni jiq so'rab ketdi. Yani programmani qayta ko'rsin deyishni tashabbus qildi, ammo shu programmaning oxirgi bir xulosa shaklda ham savol javob bergan shaklda xulosalab o'tgan bo'lsak, hadislarni insonlar to'plab ekan, Qur'onni insonlar jamlagan, Alloh hikmatni bilgachga Qur'onni insonlarning to'plashiga buyurib ekan. Bu chog'da hadis insonlar yozgan deb hadisni inkor qilganlar Qur'onni inkor qilish kerak degan iddia bor ekan. Bundan qanday javob beramiz deb bir savol so'rabdi. Xulosa shaklda bir yig'inchoq qilib o'tgan bo'lsak, Endi o ikkisi bir tasavvur ya o'qishga to'g'ri kelmaydigan bir narsa. O hadisni inkor qiladi, Qur'onni inkor qildi degan u bir yo'qlan bir gap. Bir tarafdan. Ikkinchisi Qur'oni Karimda Qur'onni Alloh taolo o'zi saqlaydiganligi haqida oyat bor. Rivoyat hadislarni hech bir zaman Alloh men saqlayman degan to'g'ri bir oyat yo'q. İnsanlarniki bu Qur'onni Allohning dinini saqlayolmaydiganligini bilganligi uchun Alloh taolo uni men saqlayman deylik. Chunki mana bizda Uyg'urlarda Qur'on bor vatanda minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan Qur'on bo'lishi mumkin. Ash Qur'onning o'zini Xitoyning zulmidan Uyg'urlar saqlayolmay, nurg'unlarni ko'ydirdi, nurg'unlarni hatto ildaryoga tashlab, mana nemadan Qozog'istondan chiqqan Qur'onlar bo'ldi. Xaltlarga selib tashlabdiki. Demakki o Qur'onni Alloh men saqlayman deganligi uchun uni saqlashga emas, bizniki saqlash vazifamiz yo'q. Faqat uni amal qilish vazifamiz bor. Buni biz bilib olsak bo'ladi. Ammo o rivoyat hadislarni Alloh taolo saqlagan emas, saqlayman deb va'da bergan emas. Uningdan u narsa farqi nima degan yuqori degan o'xshash. Qur'on payg'ambar alayhisolamga vahiy tushgan hamon yozilgan bir kitob. Rivoyat yo'q degan vaqtda payg'ambar alayhisolam qilmaganligi aniq bo'lmagan bir narsani yuzlarcha yil keyin yozgan bir narsa. Shuning uchun bu oraliqdagi farq shu vaqtda unda yuzlarcha yil keyin emas. Hozir shu programmani 5 degan gapning o'zini aynan menga deb bersa men deyolmayman. Bunda bir shart asosida insonlar o yuzlarcha yil keyin o bir odamning gapini men aynan yozdim degan gapga ishonish bu bek ahmoqonlik hamda. Bunda ahmoqonlikdan qutulishimiz lozim. Yeni birisiga acım şu Qur'on degan gap bilan Qur'on bilan mushaf degan ikkisini farqi bor deymi? Qur'on deganni asosan shu nimaning ichiga yozilganni Qur'on deydi. Ma ichidagi matnisni Qur'on deydi. Mushaf deganni teshi mushaf. İçideki mazmun, kitap çekildikçe mushaf deydi ekan. Mana shu teshining ichidagi narsa degan gap hamda. Şoňanda onuň bir farqy bar. Degan Alloh saqlayman degeni şu Qur'on. Kitapni saqlayman degan gap yo'qmi? Albatta. Onun uchun teshi har xil bo'laverdi, ammo ichidagi mazmun, ichidagi oyat hech qachon o'zgarmaydigan gap. Allah razı olsun. Yaxshi bir ders oldu. Qarindoshlarımızın şu japa mushaqqatga chidab davom qilyotishlardan ko'raman do'stlarimiz borgan sari biroz diqqat berib o'yinib degandek. Biz tanımaydigan do'stlarmi o'zligidan fikr qilgan do'stlar qarshi taraf bilan munozaraga tushib inkaslashayotganlar avvaldan ko'ryapmiz. Program uzak ketib qoldi. Shunga gap mencha uzatmayman men. Yana
imkan bolgandyken Bugün- aldığımız fırsatlarda diye olamiz. Bugün 30-31'dek adam Naq Meydan'dan kötü. Hazır 29'dan kürat YouTube kanalda. Bugün alaydı bir nim bağımdı şu. Alaydı dikkat kıpto görürmenlerim için. Allah razı olsun. Rahmet. Çünkü hadis gibi amrak ya dostlarımız ha hadis degan sözge qarab kendim deydigan adam. Tallaş yüzü geldi şu. Kaysa tallasa. Elbette. Meylinde Oldu olsa. Allah emse. razı olsun. Ma'qul. Bütün qarindoshlarga salom, Allohga emanet. Bo'ladi, Alloh ma'qul. qalarsa. Aman bulanlar Alloh emanet. Kaderlik görürmenler, Fidayla İkranı'nın görürmenleri, Kur'an'ın Nezer programınınki hayırlı iştirakçıları. Bugünkü umumi 52. san programımız Mişel'e ayaklaştı. İnşallah kiler saatlik programda görüşküçe aman bulallah. Allah'tan özgü amanet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.